Assalomu alaykum hammalarga tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, omonlik tilaymiz. Bugungi video murojaatimizni Toshkentdan boshlaymiz. Ya'ni ko'pchilikka ma'lum bo'ldi, mashhur bo'ldi o'sha klinika masalasi va bloger ko'kish to'g'risidagi holatlar. Bu masalaga ba'zi bir holatlarda tushunib-tushunmay, oxiriga yetib-yetmay ko'pchilik o'rtasida muhokamaga sabab bo'lgan holatlar bor. Bu narsaga oydinlik kiritish maqsadida mana doktorimiz Abbosxon, Nihol opamiz va hokazo operatsiya qilingan doktorlar bilan hammasi bilan bittama-bitta o'sha surishtiruv, jurnalistik surishtiruv ishlarini amalga oshiramiz. Nima holat bo'lganini barchangiz mana endi o'zingizlar eshitib guvoh bo'lasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Bo'lgan holatlar qanday boshlandi? Nima holatlar bo'ldi? Nima uchun bu darajada o'sha internet ijtimoiy tarmog'ini portlatib bu darajaga kelishga sabab bo'ldi? Mani ismim Nihola Rajabova Nihola. Ko'koshni yaqindan, anchadan taniyman. 2006-yildan beri bilaman. Opasiman. Lekin orada ozgina muddat bir-birimiz bilan aloqada bo'lmay qoldik. Bu holatni men aynan 31-mart kuni bildim. Ijtimoiy tarmoqlarda mazasi yo'qligini bilib va shunda nimaga mazam bo'lmayapti deb o'sha bloger orqali ko'rganimdan keyin so'radim. O'zim meditsina sohasidagi vakil bo'lganim uchun, 15 yil shu meditsinada xizmat qilganim uchun, bu borada yetarli tajribam bo'lgani uchun nega maslahatlashmasdan shu holatga kelding dedim. Chunki rasmni ko'rganimda nekroz holatini ko'rib va suhbat davomida haqiqatdan ham tajribali vrachlar va holatni o'rganish kerak edi. Yaxshi tajribali vrach so'ramabsan deb, men senga maslahat berardim degan fikrni berib, ertasi kuni keldim. Bular bilan ambasador bo'lgan, hamkorlari, birga ishlagan Abbosxo'ja ko'proq bilar ekanlar. Chunki hamkorlikda birga ishlashgan, bu klinikaga kelgan va boshqa narsa bo'lgan. Men ham mana shu hozirgi daqiqada 2 soat biz o'tirib hamma haqiqatni bildik. Ungacha bilmagan edim. Orada boshqa bir gaplashganimiz bo'ldi va bizda juda ko'p muzokaralar bo'ldi, haqoratlar bo'ldi. Bir-birimizga nisbatan judayam qattiq gaplar aytildi. Butun internet faqat bizani ko'rdi shekilli. Serial ko'rgandek, lekin kimgadir kulgilidir, lekin aslida bu narsa judayam ayanchli holat. Sababi bu insonlarga yarashmaydi bunaqa narsa. Ko'z-ko'zga tushganda haqiqat ochiladi. Shuning uchun barcha haqiqatni Abbosxo'jadan va vrachdan, keyin mendan o'sha oxirgi tarafda bo'ladigan men tarafdan bilishinglarni hozir aytib o'tib ketaman. So'zni Abbosxo'jaga bersak, bular boshidan hammasini tushuntirib bersalar, chunki isbot dalillari bilan aytadilar. Men isbot dalilsiz bo'lmaganda bu yerda o'tirmasdim. Abbosxo'ja o'zingiz hammasini aytsangiz. Voqeani boshidan aytib beraman. Hammaga tushunarli bo'lish uchun, sizga ham, xalqqa ham tushunarli bo'lish uchun. Xullas biza Komila bilan tanishishimiz shunaqa bo'lgan. Endi oldin tanishganmiz, bitta dugonasi tanishtirib qo'ygan. Как o'rtoq gaplashib, nima qilib yurganmiz. Keyin bir kuni men aytdim, "Ke, video olamiz" dedim. Men sen bilan video olamiz desam, u aytdi, "Как раз joyiga tushdingiz. Hozir men ko'tarilish uchun farqi yo'q, davay ishlaymiz" dedi. "Ko'tarilish uchun любой narsaga tayyorman" dedi. Bo'ldi, xo'p dedim. Men har doim mobilografim Nodir yonimda bo'lgan, hamma narsalarga guvohlik bera oladi. Qanaqadir joyga kelib qolsak agar mabodo. Keyin biza aytdimki, bitta video olib ko'ramiz dedim, Vine olib ko'ramiz. Agar yaxshi prosmotr olsa, keyin sen bilan do'g'or qilamiz dedim. Bitta video oldik, 10 million prosmotr oldi Instagram sahifamda. Keyin bitta opamiz bor, Guli degan opam, o'zini Ko'koshni dugonasi, tanishtirgan odam. Uni guvohligida biza keyin shartnoma qildik. Men aytdimki, baribir hamkorlik boshlangandan keyin pul topish boshlanadi. Ertaga dedim, pul temasida biza o'rtamizda недоразумение bo'lmasligi uchun dedim, sen o'zing reklama olsang o'zingga dedim, men o'zim reklama olsam o'zimga dedim. Sen reklamangga tushib bersam, men seni evaziga ko'taraman dedim. Sen reklamangga tushib bersam, meni ham narximni aytasan dedim. Keyin menga dedim, reklamamga o'ynab berganingga men o'zim seni rozi qilaman dedim. Do'g'ri shunaqa bo'lgan. Evaziga men uni ko'tarishim kerak bo'lgan. Tushundingizmi? Keyin boshladik, vayn oldik. Boshidagi ahamiyat berib ko'rsa, boshidagi 2 ta yo 3 ta vayn haqiqatda vayn bo'lgan. Undan keyin o'zimni xatoyim bo'ldimi ssenariylarda bilmayman. Hayotiylashib ketib qoldi voqealar. Voqealar hayotiylashib ketib qoldi, prosmotr oldi, boshqa bo'ldi. Keyin men orada bir o'ylab qoldimda, yo bunchalik bo'lmasligi kerak, bunchalik bo'lmasligi kerak. Bu qizni men olib chiqib xalqqa ko'rsatishimdan maqsad
shunaqa erkak shoda qizlar, shunaqa tashqi ko'rinishdan, endi bu Allohning ishi-da, bizni bandani ishi emas. Mana shunaqa ko'rinishdagi qizlar ham sevilishga, romantika ko'rishga, bir yigit tomonidan mana shunaqa narsalar qilinishga haqli degan narsani men ilgari surdim man bu seriyamda. Sizlar faqat o'sha kelishuv asosida bo'lgansizlar-da, Hamma hech narsa qanaqa kelishuv. atnashiniy hech narsa emas. Man har doim qanaqadir video syomka qilishdan oldin "Ko'kosh, mana bunaqa ideya bor, nima deysiz?" deb aytganman. Har doim. Bu rolga sakrasovat qilish kerak partnyoram, tushundingizmi? U xo'p rozi bo'lgan, keyin u mashina podarka qilishlar, keyin mashina podarka qilganda ham aytdim, man doim aytaman, man xalqqa aldolmayman-ku, qanaqa qilib man ertaga u mashinani haydab yurishim kerak bo'ladi, boshqa balovat. Biza endi misol uchun bitta odamning hayotini noldan ko'rsatib berdik. Yigit bilan qiz tanishuvi, sovchiligi, merimisi, to'yigacha olib borayotgandik, tushundingizmi? Men to'y qilib, to'ydan keyingi holatlarni yana men Ko'koshdan oldin ham er-xotin sistemasida doim vayron olganman. Endi xalqimiz soddaligidanmi bilmayman, kim bilan vayron olsam o'shani mani xotiniga chiqarib qo'yavergan. O'zi oilalisiz. Alhamdulillah oilaliman, lekin men o'zim Ochmagan erkaklik hamiyatimga to'g'ri kelmagani uchun shaxsiy hayotimni ayolimni hech qachon ko'rsatmaganman, ko'rsatishni xohlamaganman. Hamma erkak ham menimcha o'zini ayolini ko'rsatishni xohlamasa kerak. Bu endi alohida mavzu. Oradan vaqt o'tyapti. Endi ungacha bo'lgan gaplar muhim emas. Muhimi hozir men bu voqeani ochib berish uchun. Bu klinikadan menga Sevinch degan qiz telefon qildi. Men tanimaymiz hali biz bir-birimizni. Reklama masalasini so'radi. Shunda men narximni aytdim. Bu aytdiki, ayollarni ginekologiya operatsiyalar tekin aksiyasi bu aka dedi. Savobli joyi ham bor dedi. "O'q" dedim, agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, men teng yarim narxidan ham arzonroqqa qilib beraman dedim. Agar xabaringiz bo'lsa, teng yarim narxidan ham arzonroqqa reklama qilib post aytdim, Ko'koshga, Ko'kosh mana shunaqa reklama chiqdi dedim. Keldik, biz boshlang'ich qismini o'sha suvda oldik, boshqa qildik, keyin oxirgi qismini klinikada oldik. Klinikaga olib kelganimizda, keyin Ko'kosh qiziqib so'radi, Abduqodir degan boladan so'radi. "Sizlarda shunaqa operatsiyalar ham bormi? Oshqozon oldirish, shunaqa. Unda Halima opa rahmatli o'tmagan edi hali." Shunaqa edi, to'g'rimi? Halima opa rahmatli o'tmagan edi. Abduqodir aytdiki, "Bor" dedi. "Reklamaga gaplashsak nima bo'ladi?" dedi Ko'kosh. Aytdik, "Men bilmayman, direktor bilan gaplashib ko'rish kerak. Men bu yerda oddiy ishchiman" dedi. Bo'ldi, xo'p, ketdik. Direktor Umid aka bular bilan maslahatlashib bizga javob berishga. Hali biz Umid aka bilan yuzma-yuz kelganimiz yo'q. Bir marta ham ko'rishmagan paytim. Chunki bitta joyga olib borsangiz rahbar bilan ko'rsatib qo'ymaydik hech qayerda, to'g'rimi? Keyin ketdik, boshqa bo'ldi. Keyin meni oilaviy sharoitimda dadamning sahrlari bor edi. Dadam sahrlari bo'lib qolganda Sevinchga chiqdim. Sevinch dedim, dadam sahrlari bor, sizlarda sahr doktor bormi dedim. Yotqizamiz agarsam. Bo'ldi aka, keling dedi. Keldik. Keyin men aytdim. Endi bu sog'liq birinchi o'rinda-da. Men otamning sog'ligi uchun jonimni tikishga tayyorman. Hamma shunaqa, siz ham hamma o'zini otasi uchun shunaqa. Keyin men aytdim, "Puli necha pul bo'ladi?" desam, Sevinch aytdiki, "Menga keling, men bunaqa qilamiz. Ambasadorlik qilasiz bizga" dedi. Bizlarni yo'q, ambasador emas, reklama qilasiz. Reklama qilib bersangiz, evaziga tekinga qarab beraman dedi. Zo'r-ku, hammaga yoqadi-ku. Otamni davolab bersanglar, men sizlarni jonim bilan reklama qilib beraman dedim. Bor vujudim bilan reklama qilib beraman. Otamni davolab bersangiz. Otam yotdilar, yaxshi, Allohga shukr, ketdi. Yana vaqtlar o'tyapti, boshqa keyin Ko'kosh keldi oldimga. Shunaqa klinika bilan biz gaplashyapmiz. Reklama masalasida. Siz ayting dedi. Xudoligimni aytaman, shunaqa gap bo'ldi. Siz ayting, bitta gaplashing, bitta gaplashib ko'ring, nima holat dedi. Keyin men Sevinch telefon qilib aytdiki, "Abbos aka, Ko'koshni postida u paytda podpischiki menimcha 300 qancha mingdir dedi. Lekin men bilan tanishganda 70 qancha ming, 90 mingmi shuni atrofida, Allohu a'lam. Men bilan ishlashni boshlagandan keyin 340 minggacha olib chiqdik-da endi. Olib chiqdik. Olib chiqqanimizdan keyin aytdiki, buni podpischiklar soni to'g'ri kelmaydi reklamaga Abbos aka. Bizning xarajatlarimiz bilan to'g'ri kelmaydi dedi. Bo'pti dedim, men bitta post qo'yib beraman dedim. Mayli, dush dedim, partnyorim uchun bitta post qo'yib beraman dedim. Agar shunda tekinga qilib berasizlarmi dedim. Keyin menga shart anaqa qildi, shart qo'ydi. Nechta odam o'tkazib bera olasiz dedi. Men aytdim, klinika menga aytdi, nechta odam o'tkazib bera olasiz dedi. Chunki bu qimmat operatsiya dedi. Oson operatsiya emas, chunki to davolanib chiqquncha biz to'g'ri mahal ovqatini qilishimiz kerak, dori-darmon, balobatlar men tushunmayman to'g'risi. Shunaqa dedi, bo'pti dedim, men 20 ming atrofida odam o'tkazib beraman dedim. Post qo'yaman, 20 ming odam o'tadi dedim. Sizdan. Da. Keyin u bo'ldi, bu bo'ldi. Bu endi shaxsiy munosabatlar tufayli Ko'kosh bilan oramiz qochib qoldi.
O'zimiz endi bo'ladi-ku, siz ham o'rtog'ingiz bilan urushib qolasiz. Urushib qoldi, mani dilim qattiq og'ridi. Balki u uchun yengil narsadir. Bitta temada menga san qilgansan deb tuhmat qiluvdi. Men Allohga qasam dedim, bu narsani men qilmaganman deb telefonimni hatto ayolimga ham ochib bermaganman, ochib ko'rsatdim. Mana isbotlab berdim. Bo'ldi, bu temaga qaytma boshqa dedim. Erkaklik g'ururimga lekin ozgina tegdi. Keyin operatsiyaga keldim. Men operatsiyaga kelgan paytda shu yerda oilam bilan yotuvdim. Asablarimdan ozgina dam olib, lecheniya olib yotuvdim. Ham qizimni kasal, qizimning mazasi yo'q. Kamiga bunaqa ishlar. Keyin operatsiyaga qanaqa holatda kelgandi bu aytganingiz? Chemodan deb. Ha, o'shanda mana shu telefonda gaplashib turganimda chemodanni ko'tarib kirib keldi. Shunda operatsiya undan oldin operatsiyaga kelishni bilmadingiz? Yo'q, operatsiya Kelishuv bo'lmagan edi, operatsiyaga boraman degan, to'g'rimi? tushunmadim. Undan oldin sizlarda suhbat bo'lmagan, mana bu kun operatsiya shunga kelaman degan xabaringiz bo'lmagan. Yo'q, bo'lgan. Bo'lgan, ha. Operatsiya qilinishi, qachon kun, bular bir-biri bilan gaplashib belgilab yurishdi. Endi men post qo'yib beraman, bo'pti deganimdan keyin o'zlari gaplashib kelishishgan kunini, ko'kosh bu yoqqa operatsiya bo'ladigan kunini aytdi, mana bu kuni bo'laman dedi. Keldi, palataga yotishdi. Men keyin surishtirib boshladim. Voy dedim, analiz oldilaringmi? Analiz oldik. Analiz bilan ko'rdilaringmi? Ko'rdik. Ko'rishdi. Men o'zim tushib ko'rdim analiz bilan. Chunki men partnyorim sifatida men u qizning sog'lig'iga men qayg'urdim. Tushunyapsizmi? Partnyor, men klinikani tanimayman-ku. Inson sifatida. Inson sifatida men u qizning polniy sog'lig'i haqida qayg'urdim, boshqa qildim. Keyin bular men aytdim, operatsiya jarayonini yoritib berish kerak bo'lib qoldi. Meni keyin operatsiyaga kirishim kerak bo'lib qoldi. Men hayotimda operatsiyaga kirmaganman. Necha kun yotdilar shunda tayyorgarlik ko'rishdan oldin? Tayyorgar operatsiya ko'rildimi? Birinchi chislada yotgan bo'lsa, uchinchi chislada operatsiya bo'ldi. Kapelnitsalar qilindimi? Tayyorgarliklar bo'ldimi? Kapelnitsa bu operatsiya uchun unaqacha katta tayyorgarlik kerak emas, asosan tekshiruvlar. Tekshiruvlar hammasi qilindi. Tekshiruvlar hammasi qilindi. Даже operatsiyani man qilmasligini va boshqa shifokor tomonidan operatsiya bo'lishi haqida Ko'koshga ham ogohlantirdi. Operatsiyadan oldin Komilani o'sha shifokor bilan uchrashtirildi. Ikkalasi suhbatlashishdi. Operatsiyani qanaqa etapda bo'lishi, qanaqa asoratda bo'lishi mumkinligi to'g'risida. Bu vrach kelganlaridan keyin tekshiruvlarni birinchitasidan qoniqmaganlaridan keyin o'sha tekshiruv yana qaytadan talab qildida, bu tekshiruvlar qilindi. Keyin 3-chisloga Komilani operatsiyasi rejalashtirildi. Men operatsiyani qilmagan. Komilada o'shanda saxri bormidi operatsiyasida? Operatsiyada saxir aniqlanmagan. Aniqlanmagan. Xo'p, bo'ldi. Xo'p, keyin undan keyin operatsiya bo'ldi. Operatsiya jarayoniga meni olib kirishdi. Kirishdan oldin perchatkalar taqib, telefonimni olib, telefonimni yuvib, boshqa qilib, sterilizatsiya qilib, endi bilmayman, o'zlarining anaqasi. Men bitta narsani o'yladim. Agar men kirib, hamma narsani syomka qilib, Ko'koshni o'ziga ham aytdim. Ko'kosh, agar men kirib syomka qiladigan bo'lsam, shunga ruxsat berishsa dedim. Misol uchun, bu yerda syomka ketyapti deb cho'chiganidan ham точный qiladi dedim. Cho'chiganidan ham misol uchun hamma yo'q deb как положенный qiladi dedim-da. Endi bizani bloger kirib video olib tursa, hamma ishini cho'tki qiladi-ku. U sizdan ham cho'tki bo'lishi mumkin. Endi bilmayman. Men shunaqa fikrlar. Kirdim, operatsiyaga kirib ketdik. Bizga bitta kam aytdiki, operatsiyaga kirganmisiz dedi. Yo'q, desam kirasiz dedi. 10 minut kutasiz dedi. Agar 10 minut ichida ko'nglingiz behuzur bo'lishni boshlasa, chiqib keting. Hushingizdan ketib qolasiz dedi. Chunki odam tanasi ochiladi dedi. Ko'rmagan bo'lsangiz, ancha-muncha odam chidab tura olmaydi dedi. Xo'p dedim, lekin dedi, chiqib ketsangiz qaytib kirgizmayman dedi. Chiqib ketsangiz qaytib kirgizmayman. Agar chiqib ketadigan bo'lsangiz, boshqatdan yuvintirib kirgizishga to'g'ri keladi. Unga sizga qaragan hech kim vaqti yo'q dedi. Bo'pti, xo'p dedim, men kirdim. Kirgandan keyin aytganlaridek boshida ozgina mazam qochdi, operatsiya jarayonida mazam qochdi. Keyin men o'yladim, hozir chiqib ketsam qaytib kira olmayman, bu yerdagi voqealarni bila olmay qolaman. Men oxirigacha turishim kerak edi. 8 soatmi, 7 soatmi turdim, ro'za payti, ro'za og'izmiz. Istoriyalar ham qo'yib o'tirganman, hammasi yaxshi operatsiya ketyapti deb. Operatsiya juda chiroyli tugadi. Men o'zim ko'zim bilan ko'rib turdim. O'sha yerda o'sha Sirdaryodan kelgan vrachlar o'zlari operatsiya qildi oxirigacha. Studentlar, o'sha yerda studentlar tikdimi? Shunaqa gap bo'lgan edi operatsiyada. Menda videosi ham bor, vrach o'zi tikkani haqida. O'sha videolarni taqdim qilsangiz, o'sha isbotlari bilan taqdim qilasiz. Taqdim qilaman, montaj jarayonida qo'yishadi. Menimcha chiqib ham qo'ygandir o'zi. Operatsiyani nazorati, operatsiya qilish faqatgina operatsiya qiluvchi xirurgdagina bor. Lekin ustoz shogird an'anasi hisobiga studentlar 3-kursdan yuqori bo'lgan studentlar operatsiyaga kirib, assistent sifatida
yuvinib, mana buni ushlab tur, mana buni qurit, mana buni olib ber degan narsaga To'g'ri. ishtirok etishga haqqi bor. Bor, to'g'ri. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Keyin bu yoqqa kelgandan keyin Ko'kosh umuman olganda bularni o'rtasida men dabro berdim. Mani postimga mayli reklama qilib beraman. Bir so'm olmaganman. Reklama qilib beraman, keyin ambasador deb yozib qo'yaman. Mana shu qizga qarasanglar bo'ldi dedim. Lekin Ko'koshni o'zi ham bular bilan ambasadorlik tuzayotgan. Menga telefon qilib aytishdi. Shunaqa ambasadorlik tuzyapmiz. Ko'koshni ham oilasini tekinga davolaydigan bo'ldik. U bizga evaziga reklama qiladigan bo'ldi. Faqat oila a'zolarini dedi. Xo'p, lekin meni aralashtirma dedim. Men voshi neft temaman, bu tema desam, bo'ldi aka, siz aralashtirmayman. No, shunaqa do'g'ri qilyapsiz, kursda bo'lib qo'ying deb aytyapman dedi. Xo'p dedim. Keyin oradan men bu yoqqa kelib bansaga yotganimda o'zini bitta sherigi bor. O'sha sherigini bu yoqqa bansaga olib keldi, yotqizgani. 7 kungami, 8 kungami olib keldi. Keyin menga sразу klinikaga chiqdi. Rostdan singlim deb tanishtirgan. Rostdan singlisimi, biz uni tekinga davolayapmiz. Shartnomamiz bo'yicha. Ha. Tekinga davolayapmiz. 7 kun qarayapmiz tekinga. Rostdan singlisimi, biz singlishligi haqida birorta bir qonuniy narsa ko'rmayapmiz. Bizga endi og'iz bo'yicha shunaqa dedi. Men aralashmayman dedim. Hech narsa aytmayman dedim, lekin singlim bas edi. O'sha yerda men jim bo'ldim. Endi baribir uni nima qilaman, sotib dedimda, indamadim. Vaholanki singlim deb, singlisi mas odam olib kelib tekinga davolatgan, reklama qilib beraman debdi. Shartnomasi bo'yicha shunaqa bo'lgan. Klinika baribir bular ham ahmoq emas-ku, bular ham bilganmi, bilmayman. Keyin operatsiya jarayoniga kelganda, operatsiyasidan bir kun oldin qor yog'di. Men istoriyamda ham bor, videoga olganman. O'shanda menga aytdi, Abbos dedi, Halima opa o'tgan kuni ham qor yog'di, men qo'rqyapman dedi. Shunday dedi. Xo'sh, niyatingizni siz qiling dedim. Lekin hali ham kechmasdi. Men undan oldin ham bir necha bor aytganman. Ammasini oldida ham aytganman. Tanishlarimni oldida ham aytganman. Ko'kosh dedim, men sizni videoga olib chiqishimdan maqsad mana shu qornli qiz bo'lganingiz uchun olib chiqyapman. Xalq sizni shu bilan yaxshi ko'ryapti. Shu holatda ham nejniyligingizni yaxshi ko'ryapti. Shu sizni Alloh bergan fayzingiz shu dedim. Keyin xudoga ham xush kelmaydi dedim. Mana men aytayapman, Baxabar Sayfullayev, Baxaka bor. Bodybuilding bo'yicha jahon chempioni bo'lganlar. Bilasiz, ha? Ko'rganmisiz? Siz ham ko'rganmisiz? O'sha insonni men zali bor, gaplashib beraman dedim. 3 oyda cho'tki qilib ozdirib qo'yadi sani dedim. Irodan kuchli degan anaqasi bor-da, u qanaqadir platformasi bor, ha, programmasi bor, ha. O'shani gaplashib beraman dedim. Operatsiya qildiraman, men unga sabrim yetmaydi, erta diyeta qilish kerak dedi. Bo'pti, mayli xohishingiz dedim. O'sha qor yoqqan kuni ham aytdim, hali ham kechmas dedim. Shunday tushamiz, men operatsiya qildirgim kelmayapti deymiz, bo'ldi dedim. To'xtang dedim. Mayli dedi. Oxirigacha boraman dedi. Bu yoqqa operatsiya qildirish qarorini qabul qilgani kelganda, men hozir uydagilar bilan urushib kelyapman. O'limim chiqsa ham roziman, meni operatsiya qilaveringlar degan. Agar yana qilgan maniyat qilgan ekan. endi o'lgan yo'q-ku, xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadi, tuzalib ketadi, duo qilish kerak. Mayli, bitta odam manaqasi. Tagicha keyin shunaqani esingizda, hali aytdim, meni bir marta dilimni og'ritgan edi dedim-ku. O'sha gapga. Ha. Undan keyin operatsiya bo'lib chiqdi. Operatsiyadan hammasi yaxshi, cho'tki chiqdi. Operatsiya bo'lishidan ham oldin, mana misol uchun hamma aytayapti-da, sen unga nima qilding, yordam bermading. Men misol uchun u qizga shunchalik ko'tardim, shunchalik yordam berdim. Men sababchi bo'libdi. Men ishoning, o'sha qizning ko'tarilishi, hayoti yaxshi bo'lib ketishi uchun chestimni tikdim-da. Ayolim mendan, misol uchun ayolim dadasi jiddiylashib ketyapsiz dedi-da. Men Alfonsga chiqdim odamlar ko'z oldida. Vaholanki men 40 so'm olmaganman o'sha qizdan. Umuman olmaganman. Hamma syomka xarajatlarini ham o'zim qilganman. Tushunyapsizmi? Nimalar bo'lib ketyapti? O'zimni chestimni tikdim, Alfonsligimni tikdim, boshqa bo'ldi. Keyin voqealar rivoji jiddiylashib ketgandan keyin, mayli men anaqa qilib aytaman, bitta narsani men klinikaga men bola chaqamni olib kelganimda istoriya qo'yganman. Mana farzandlarimni olib keldim. Очищение qildirgan olib kelganman, esingizdami? Gimnaziya qilib beruvdilar. Ha, gijjaga. Endi mayli. Oilaviy narsalarni ham aytib o'ryapman-da endi. Endi ochildi. Ha, ochildi aytyapman. O'shanda Ko'kosh menga yozdi. Direktorda bor, screenshot qilib beraman kerak bo'lsa. Bekor qo'yibsiz oilangizni. Bizga negativ ketyapti dedi. Sizga ko'rsatdim-ku, negativ ketyapti. Men aytdim, Ko'kosh dedim, xalqimiz bu narsani bilishi kerak. Xalq jiddiylashib ketib qolyapti. Xalqimiz ishonib qo'ygan, bu narsani bilish kerak.
ertaga oxirati yomon bo'ladi bu narsani. Xalq biz ertaga sizni qanaqa yaxshi ko'rgan bo'lsa, shunaqa yomon ko'rib qoladi. Xalqni nafratiga uchramang. Bizni san'atkorlarni ko'taradigan xalq dedi. Ayna qarasam, "Xo'p, brat" dedi, bo'ldi. Keyin lekin unga anaqa bo'lmadi. Bu mavzuga boshqa to'xtalmadik. Xafa bo'lganimni bildim. Keyin men ham bilmayman, qo'ya olmadim oilamni, to'g'risi. O'zi men oilamni vobshe qo'ymasdim men. Keyin operatsiyadan chiqdi, hammasi yaxshi, joyida, qaralyapti, cho'tka. Operatsiyada 8 soat operatsiyada bo'lgan bo'lsa, 1 sekund yonidan qimirlamadim. Do'st bo'lar, do'st emas, men u qiz bilan do'st emasman, partnyorman, hamkasbman. Hamkasb bo'lar, shunchalik bo'lar. Men shu yerda oydinlik kiritib o'tmoqchi edim. Shunaqa gaplar bo'ldiki, men o'zim bilan aytib chiqqandim. Chunki menga shu aytilgan gaplardan operatsiya vaqtida siz tashqariga chiqib, soat kelib, yana atrofda yurib, keyin kirgan degan gap bo'lgan edi. Bu narsaga ozgina izoh berib keting, chunki tangani hozir ikki tarafini ko'rish kerak. Men birinchi taraf bilan Bo'l, muammo yo'q. Eshitib chunki men o'zim shu narsani gapirganman, sababi o'zim shu odamlardan eshitganim uchun, shu xonada yotgan bemorlardan eshitganim uchun shu yotgan sizlar, hammasi. Endi bizda men vodiydanman-da, bizda mehmondo'stlik, odamni misol uchun uyingizga kelib yordam bersa yoki xursand qilish, mehmon qilish bizda qonda bor, tushunyapsizmi? Meni hamkasbimni bular operatsiya qilyapti dedimda, o'sha paytda ro'za edi. Men ham ro'za edim. Keyin men iftorlikka somsa zakaz qildim. Ichkarida o'tirgan holda somsa zakaz qildim. Kayfiyat somsadan zakaz qildim. Uni misol uchun telefonlarimizni ham ko'tarib, suhbatlarimizni ham ko'tarsa bo'ladi-da, agar jay shungacha borsa. Keyin somsa jo'natishdi, keldi, men o'shda turib Abduqodir degan bolaga telefon qildim. Somsa keldi, shunaqa nomer mana berib, pul bermaysiz. Uni ham o'zimizning hamkorimiz. Men o'zim ishlaydigan hamkorim, o'zimni yonimdan chaqirtirdim. Shtobi doktorlar operatsiyadan 8 soat rozani og'zimizni ochib ham og'zini ochyapti-da, ovqatlanmayapti-da. Doktorlar-chi, ovqatlana olmaysan, sen mumkin emas deyapti. Qanaqa og'iz ochishi? Og'iz ochgan paytda Umida degan anesteziologimiz bor. Videoda bor bu, postga qo'yganman ham. Doktorlar duo qilgan, u qizni o'zi suv quyib, hammaga bitta-bitta ichirib chiqqan. O'shdagi operatsiyonni vrach. Даже menga ham ushamaysiz ekanini deb, o'zimga ham ichirib ketgan. Operatsiyada bo'lganmisiz u vaqtda? Yo'q, Umid aka bosh ham yo'q edi. Demak, siz kirmagansiz. Demak, bo'lmagan. Umid aka boshdan oxirigacha yo'q edi. Bir boshida hamma bilan birga teng olib kirib, yotqizish, narkoz qilgungacha bizni yuvib, taratib, menga tushuncha berib, boshqa qilib, rahbar sifatida buni ham bularni ham yelkasida menimcha katta mas'uliyat bor-da. Chunki blogerda operatsiya qilyapti, tushunyapsizmi? Ha. Chiqib ketdingiz. Chunki operatsiya boshlangan paytda o'sha hamma etatlarni kimga nimani tushuntirish kerakligini hammasini aytib. Ya'ni o'sha hamkasblarga topshirib chiqib ketdingiz. Ha, bismillah deb operatsiya boshlashlardan oldin ma'lumot chiqdi. Shunaqa. Keyin oxirigacha siz tashqariga chiqmadingiz. Shunaqa somsa keldi dedi. Keyin anaqa Abduqodir qanaqadir xona bor dedi. Operatsionniy nima dedi? Nima xona? Ha, o'shaqa xonaga qo'yib qo'yaman. Chiqqanda yeyishaveradi dedi. Bo'pti, xo'p dedim. Keyin doktorlar operatsiya tugadi. Tugaganini ham videoga olganman. O'sha yerdan chiqqanmiz. Undan keyin borsak, somsani yeb qo'yishdi. Dasram ishoning nasib qilmagan. O'sha somsa doktorlarga nasib qilgan. Siz tashqariga tushmagansiz, somsa olib chiqmagansiz. Pastda shunaqa bo'ldiki, shu gaplarni ham aytib o'tganman. Ko'chaga anaqaga 8 soat operatsiyasi o'tib zerikib ketdi. Men yuragim siqilib ketdi. Pastga tushib o'tirib, videolar olib, yana chiqqan degan gapni eshitdim. Shuning uchun men o'zim ham bemor sifatida yotgan joyim. Men chiqib operatsiyadan umuman chiqmagan. Boshimcha, chunki menga boshda tayinladi. Bir marta desang qaytib kiramaysan dedi. Kirgizmayman seni. Chunki atidan biza tushunmovchilik bo'ldi bu bolaga nisbatan. Shu narsani tushunaman. Tangani ikkinchi tarafini masalan gapirganim, shuni hozir ham gapirib o'tganman bu xalqqa. biza даже bunga isbotingiz ham bor, shu boyban ko'rsatgan videolarimiz. Xuddi shunday. Keyin qarang, men operatsiyadan chiqdim. Uje operatsiya tugaganda, tikib bo'ldi, olib chiqib ketamiz deganda men chiqib ketdim aytdan. Tikib bo'lishdi, ustini yopib, bir narsaga o'tkazib, olib chiqib, u mayda ishlariga men turishim shart emas. Chunki misol uchun o'tda bir inson avratlari bor, ularni men ko'rishim ham noto'g'ri, videoga olishim ham noto'g'ri deb, buni ichga qo'ya olmaysan-ku, chiqib ketdim. Oxirigacha bo'ldi, siz tikilib ko'rgandan keyin oxirigacha toki tugagungacha men vijdonan turdim. Vijdonan bir hamkasb sifatida, o'rtoq sifatida 8 soat, Allohu alam, 6 soatdan ko'p, 8 soatdan kam. Doktorlar ahvoli shu monitorda ko'rib yaxshi, operatsiya keyingi yana qanaqadir joylar qilinishi kerak edi, qilmadik. Ha. U kirib ketayotganda agar ulgusam, ulgusanglar qo'limni ham qilib beringlar dedi-da, ko'kosh. Asha xo'p deydi, lekin
aytishdiki holati yaxshi edi, lekin narkozda ko'p qolib ketsa ham bo'lmaydi. Keyingi safar sal yaxshi bo'lganda qilaveramiz deb chiqib ketishdi. Mana bu yog'ini nolin qilinganmidi? Yo'q, Yo'q, bittada bo'ldi. bittada shu yerdan boshlab ketishdi-da. Operatsiya polni ko'rib turdim-ku. Men tirik guvohman. Agar bu dunyoda isbotlanmasa, nari dunyoda isbotlab beraman, aniq. Keyin bo'ldi, shu chiqdim, xonamga kirdim, palataga olishdi, men ko'zini ochishi bilan meni chaqiringlar dedim. Ko'zini ochiboq so'kingan. Keyin men kirdim, reanimatsiyaga kirsam, har xil endi bo'ladi-ku odam shunaqa sarmash holatda so'kinyapti, to'xtamasdan so'kinyapti. "Voy, so'kma bo'ldi." Keyin singlisi aytdi, "Meni olib kiring" dedi. Bu doktorlarga aytishgan yo'q degan. Keyin men iltimos qildim, iltimos dedim, kirsin dedim singlisi. O'ziga kelayotgan holatida. Ha. Narkozdan uyg'onib. Singlisini iltimos qilib o'zi tinmay singlisini so'ragani uchun singlisini men ulardan iltimos qilib xalatlar kiydirib olib kirdim. Necha soat o'ziga keldi? Yarim soatda. Yarim soat bo'ldi. Operatsiyadan chiqqandan keyin Yarim soatdan keyin. uzoqqa cho'zilmadi-da, yo'q, o'ziga kelish, ko'zini ochdi. Bu degani bo'ldi, zo'r deganida endi, mana bilishim bo'yicha. Ko'zini ochsa bo'ldi deyishdi-da, ko'zini ochgungacha ham narkoz ta'sirida 50-50 bo'lar ekan ko'z doktorlarning tilida. Shunaqami? Ha, Endi xudoning ishku. Bo'ldi, keyin shu bilan biz chiqdik, palataga olib tushishdi. Men o'sha yerda bemorman. U ko'kosh yotgandan keyin men oilam bilan yana bir 6 kuncha yotdim. Shu yerda. Bu degani har kuni shu yerda billa uxlab, billa turdi. Misol uchun u ro'za tuta olmaydi, men har kuni saharlikgacha ular bilan o'tiraman, chiqaman, men yo'llar yuzidan osh olib kelib saharlik qilaman, uxlayman, ertalab turaman, ukol olib, boshqa balobatlar har kuni 6 kun shu yerda bo'ldim. Keyin men bansidan chiqdim. Ishlarimni davom ettirdim, lekin har kuni kechqurun xabar oldim. Toki 27-martgacha qimirlamadim. Ishonasizmi? 5-mart, mana ko'kosh operatsiya bo'lganiga 2 kundan keyin onamni tug'ilgan kuni, 5-mart kuni. Tashlab keta olmadim. Bitta savol beraman shu yerda. Ko'kosh bilan bizning suhbatimizda ko'pchilik so'ragan edi. Siz mashina berish jarayonidagi videosini operatsiyadan oldin olingan variantga, to'g'ri? Operatsiyadan keyin emas. Yo'q, oldindan olib operatsiya vaqtida chiqib mana vayn olindi deyilgan bo'lganda, yo'q, uni sizlar rol o'ynagansiz. rol o'ynaganmiz. Bulardan so'raganmiz operatsiyadan keyin taxminan qanaqa holatda bo'ladi deb. Men rejissyorman, bilaman, misol uchun aktrisalar qarab deyarli bundoq qarasangiz, o'sha temani qanani osmon to'lib turadigan mana shtativda ham tez olib o'tib yuborgan. Men ko'kosh o'ziga bemor mana shunaqa qiladimi, qarang, men hayotiy emas-ku, noto'g'ri qilgan ishda deb anaqa videoni ham ko'rsatganman o'ziga. Ko'rsangiz ham bemor o'tkazmak, operatsiyadan chiqqandan keyin mana shunaqa holatda o'ynash kerak ekan dedim-da, misol uchun. O'sha aktrisalik ustoz sifatida tanbeh berib qo'ydim. Mana shunaqa qilish kerak, mana shunaqa qilish kerak. Xalq uchun xalqning chiqmaslik haqida Ko'kosh ham buni tasdiqlagan shu gapni, siz ham hozir tasdiqladingiz. Chunki shu narsaga qanaqa bo'lganligini Bilgan narsalarni so'rab o'tiribsiz mendan hozir. Xalq so'ragani uchun Ha. Lekin mayli, o'sha mashina temasini ham bir kun o'sha Ramazon oyiga video olib o'tirganimizda mana shunaqa Nepaldagi mashina chiqibdi, so'rakan dedi. Keyin men aytdim, misol uchun endi baribir ayol kishi jentlmenlik qilish. Ketdik-da, hozir borib gaplashib kelamiz dedi. Bo'ldi, shart mashinaga o'tirdikda to'g'ri bordik. O'sha salon, avtosalon topdik, kirdik, men rahbarini topdim, Xitoy. Anaqasi bilan gaplashdik, men profillarimni ko'rsatdim, buni profillarini ko'rsatib aytdiki, sen dedi, sen post qo'yib bersang dedi, kollaboratsiya qilib qo'yib bersang, bularni отметка qilib qo'yib bersang, $3000 skidka qilib beramiz deb aytdi. O'sha yerda ham men o'zim profilimni erta qildim. Misol uchun-da, hali minnat qilish emas, boshqa qilish emas, mendan bo'lgan yaxshilik bo'lar, shunchalik bo'lar. $3000 skidka qildirib berdim. Operatsiyadan keyinmi? Operatsiyadan oldin. Oldin. Operatsiyadan bo'lsa bir 2 kun, 3 kun oldindir, boshqadir. Lekin operatsiya bo'lgungacha, operatsiyaga kirib ketdi, boshqa bo'ldi. Men dokument ishlarimni o'sha Bunyod degan bola bilan perpiskalar ham bor. Ayasini hujjatini tashlab, o'ziga kredit chiqmadi, oldin kredit so'rasa yaxshi emas ekan deyishdi. Bo'pti, ayasiga tashlab berdim, ayasiga olmadi, boshqa bo'ldi. Keyin singlisiga oladigan bo'ldik. Keyin men singlisiga aytdim, o'ziga aytdim, singlisiga ayting, bu yoqqa borib boshlang'ich to'lovini qilsin dedim. Jentrasini sotish kerak bo'ldi. Boshlang'ich to'lov qilish uchun jentrasini sotib, $8000 boshlang'ich to'lov qiladigan bo'ldik. Jentrasini ozgina nimasi bor edi, shtraflari bor edi. 12000, 13000 atrofida sotib turib, kreditini to'lab turib, keyin qolgan 8000 ni boshlang'ich to'lovga to'layman deb ammasidan pul olib turdik. Men aytdim, mana ammasi ham aytsin, ammajon, "Voy, o'zingiz jiyaningiz-u, berib turing, moshinali bo'lib qolaylik" deb rosa aytganman. To'lab olamiz, bir amallab to'lab olamiz deb. Keyin mashinani oldik, hujjat ishlari bo'ldi. Keyin Ko'kosh bir 2 kundan keyin operatsiya bo'lib, 3 kundan keyinmi? Ha. Voy, o'zim qo'l qo'yib olganman.
mana mana shu yerga olib kelib mana shu resepsiyonni oldida hujjatlar o'zim qo'l qo'yib, o'zi aslida Komilani qo'li bo'lishi kerak-ku, sinisini qo'li bo'lishi kerak. Men o'zim qo'l qo'yib qabul qilib oldim. Vakil sifatida. Ha, men qo'l qo'yib qabul qilib oldim hujjatlarni. Chiqib videosi ham bor, tabriklayman deb mashinani berganman. Keyin qiziqib tushdi. Mashinani haydadim, bundoq yurdi. Ha, operatsiyadan 3 kundan 4 kundan keyinmi, 5 kundan keyinmi? Telefonimda bor, istoriyada bor. Men operatsiyadan keyin siz mashina berdingiz, 3-4 kun o'tdi, shu mashina haydadik. To'g'rimi? Ha, mashina birga haydadik. Men aytdim, "Yo'q, ehtiyot bo'ling, desam, "Yo'q, normalniy, brat, normalniy" dedim-da, u ortga chiqib razvodot qildik. O'tira oldilar. Bemalol istoriyamda bor, shu arxivda ko'tarib beraman, muammo yo'q. Yolg'on gap emas-ku, bor gap-ku, to'g'rimi? Bor gap. Aylandi boshqa bo'ldi. Keldik, keyin men ko'chada yuribman, bir kun istoriya qo'yapti. Qanaqadir Somaliyada yuribdi. Men aytyapman-ku, "Xo'sh, siz bunaqa joyda yuribsiz, jinnimisiz?" desam, "Brat, cho'tkiman, hammasi yaxshi" dedi. Bilmayman, 7-kundir, 8-kundir. Endi men har bir kunini hisoblab yurmadim, to'g'risi, kechirasiz. Sizdan ruxsat so'raganmidi? Mandan ruxsat faqat bittagina narsa bo'lgan. Menga kimdir taklif qildi, barakameraga borsam bo'ladimi deyishdi. Qolgan ketishlarga ruxsat xabar Ha. qilindi. Barakamera foyda bersa beradi, lekin zarari yo'q. Yo'q, endi men o'rtoq sifatida, o'rtoq aytasiz-ku, o'rtoq, unaqa yurma, san sog'lig'ingga zarar desangiz, misol o'rtog'ingiz, "Ha, yaxshiman" desa, "Yaxshi ekan" deysizmi? Men ham yaxshi bo'lyapti deb yuraverdim. O'zi xuddi u qanaqa aytgan bo'lsa, men ham shunaqa qilib yuraverdim. Keldik, keyin 8-10 kunlarda mana shu terisini ustida nimadir qorayishni boshladi. 10 kunmi? Taxminan 8-10 larga Ha, o'shanga qorayishni boshladi. Keyin men so'radim, dedim, "Nima bo'lyapti bunga?" desam, "Uka" dedi, "misol uchun sizni ham qo'lingizga bitta tursa" dedi, "U katta u kichkina operatsiyani o'tkazmadi" dedi. Chunki ko'rdimda bir narsalar tiqib yog'i eritar ekanda, qo'rqib ketdim o'zim ham misol uchun. Bir narsalar tiqib shunday katta operatsiyani o'tkazganda. Men o'zim ham shunaqa operatsiya bo'ldim, men kecha chandiqmanda ham. Shunaqa bo'ladi dedi. Ha. Ko'rsatib bergan o'zim filmimda ham Ha. to'g'ri. Ha, shunaqa bu gematoma deyishdi. Qon quyilib qon talash, ha, ekan. gematoma, qon talash narsa deydi. Keyin bo'pti, xo'p dedik. Keyin bo'ldi, o'shani licheniyasini qilib, perevazkasini qilib, dakansi yo'q, kattalashdi keyin. Bora kattalashdi. Demak, bu yerda hozir eng katta shov-shuv bo'lgan narsa sizga nisbatan, sizga bo'lgan narsamiz nimaga yaqin do'sti bo'lib, partnyori bo'lib, xabar olmadi. Buni eshitib turing endi nima bo'lyapti. Keyin orada nima bo'lyapti? O'sha mana shu voqealar bo'lgandan keyin Ko'kosh bilan haligi aytgandim-ku, birinchi marta ko'nglim og'ridi degan. Ikkinchi marta menga shu narsani gapirdi. Nodir ham bor edi o'sha yerda. Keyin hammasini chiqarib yubordim men xonadan. Shu Umidasiyu, boshqa valobatlar yonidagi dugonlarni ham hammasini chiqarib yubordim-da xonadan. Ikkalamiz gaptalashib ketdik. Sen men deyapman, men erkak kishiman deyapman. Men senga bir marta qasam ichdim. Nafik menga bunaqa deyapti. Ikkinchi marta menga unaqa qo'yyapsan-da. Men senga Allohga qasam deyapman. Allohga qasam ichganimda ham deyapman. Meni yana shunday ayblayapsan, bu degani deyapman. Menga shunaqa ta'sir qiladi. Bu degani men xudosiz bir inson bo'lib qoldimmi hozir? Allohga qasam deb luboyishni qilib yuradigan odam bo'lib qoldi. Shunaqa qalbim og'ridi. Xudoga juda meni o'zimni lichnistimga juda qattiq tegdi. Kechirasiz-ku, men bloger sifatida ko'chada, o'rtoqlarimning oldida, ota-onam, mahallam hech qayerdan hurmatimni yo'qotgan bola emasman-da. Birorta joyga borsam, meni gapimni mana shunday qilib o'tirib eshitadi, hamma eshitadi. Yolg'on gapirmaganman, birovga ko'ylab, birovga yomonlab, fisq fasod narsa qilmaganman-da. Menga har bir erkak, mana ko'rib turgan bo'lsa, kechirasiz, emotsiyaga berilayotgan bo'lishi mumkin. Har bir erkakda chesti bor-da, o'zini lichnosti bor, o'zini prinsipi bor. Meni prinsipimga tegdi. Men keyin chiqdim-da. Bo'ldi dedim. Men aytdimki, "Ko'kosh, endi xafa bo'lmaysan, men seni vaqti ko'nglim qoldi, Xudoga soldim" dedim. Men dilimni og'ritding dedim, chiqib ketdim. Aslida gap talashgan, arazlab chiqib ketdim. Ha, arazlab chiqib ketdim. Undan keyin men arazlab chiqib ketganimgacha bo'lgan vaqtda men kelganimni stories qo'yib turdim. Kelganimni stories qo'yib mana Arazlaganingiz nechinchi kun edi? o'sha nechinchi kun edi? 8-chi, 9-chi kun, o'sha 10-chi Somaliyaga borma arafasida hali gematomasi mashin degan bo'lmadi hali. Mamincha edi o'sha payt arazlashganimizda. Keyin men chiqib ketdim-da. O'sha eski partnyorim bilan video oldim. Eski partnyorim bilan video olsam, menga omad tilayman deb yozib yuboribdi. Keyin men keldim. Ha, jahli chiqqan. Keyin men keldim. "Ko'kosh" dedim, "To'g'ri tushuning" dedim.
bu ish dedim, служба, дружба. Bu ish dedim, men ha deb klinikada video olavermayman-ku, ahvolingiz bir ahvol bo'layotgan bo'lsa, bu ahvolingizda ha deb men sizni vanga tortaversam, sizni sog'lig'ingizga zarar yetkazib qo'yaman. Ertaga misol uchun men ijodimni qilib turay, siz tuzalib chiqsangiz yana bosamiz dedim. Shunaqasam, bo'pti, xo'p dedi-da. Bo'pti, xo'p dedi. Omad dedi, biz komandamiz-ku, mayli, xo'p dedi. Bo'ldi, xo'p dedim. Keyin 27-kuni men kelib, baliq yegan kunimizmikan, undan keyinmikan keldim. O'sha ketganingizdan keyin virus Ke- bo'ldi. Yo'q, Yo'q, kelib turdi-da. to'xtamay keldim. Qolgan bo'lsangiz ham keldingiz shunday. Ha, urushganimdan keyin keldim, faqat kelganimni istoriyaga qo'ymadim. Ha. U yoq odamgarchilik bo'ldi. U yoq ijodchilik emas, odamgarchilik bo'ldi. U yoq, ha. Xullas 27-kuni. Ha, chunki men o'zim больницada yotdim, boshqa bo'ldim, ijod davomida bir marta ham uyga bora olmadim-da. Hattoki ayamni tug'ilgan kunida, 5-mart kuni ayam tug'ilgan kunida men bora olmadim-da. O'sha kuni ko'kosh tug'ilgan kuniga atab oldindan olib qo'ygan videoyimizni, mashina sovg'a qilishimizni qo'ydim-da. Odamlar menga shunaqa yozib tashadi, onangni oldida bo'lmading, tug'ilgan kunda men ham bemor bo'lib yotibman, ham sherigimni tashlab keta olmayman. Tushunyapsizmi? Ham bolam kasal, ham xotinim, men kasal. Oilam ham shu yerda u paytda. O'shanda bir jahldan istoriya ham qo'yganman. Ham meni yoraman debda, misol uchun. Keyin o'rtoqlarim hamma onamni tug'ilgan kunida rosa tabriklagan. Bu yoqda bo'lsam, u yoqqa bor deydi, u yoqqa borsam, bu yoqqa kel deydi. Ashnaqa. O'zbekchilik. Ha, keyin mayli shuncha vaqt o'tib ketdi, ko'kosh yaxshisiz-ku endi dedim. Men ketmasam bo'lmaydi, uyga borib kelaman. Xudo xolasa 6-kuni kelaman deb ko'koshga aytdim. Chunki 5-kuni to'y edi, 6-kuni aristokratlar bilan o'zimiz yig'ilishimiz bor edi. 27da. 27 kun shu yerda bo'ldingiz, demak 3-dan. Конечно. Undan oldin 4 oy birga bo'lganimchi? 4 oy 27 kun. Xullas, keyin men ketdim, yo'lda ketayotganimda telefonda aytishdi, bittasi telefon qildi menga. O'zini ichidan. Короче, sen ko'kosh sharmanda qilding dedi. Men nima qilib sharmanda qildim dedim. Sen shuncha xalqqa olib chiqib, yaqinda to'y bo'lish kerak bo'lgan paytda boshqa partnyorlar bilan ishlab yording. To'y kim bilan bo'lish kerak edi? Ko'kosh bilan tipa video vayn to'yimiz bo'lishi kerak edi. Ikkalangiz to'ylar bo'ladigan Ha, men unda ko'p intervyuda ham aytganman, to'yimizni Bunyodkor stadionida qilaman, biletlarni sotaman deb, tushundingizmi? Ijod deb bu. Ijod, misol uchun siz hozir men kinoga sizni taklif qilsam, yomon rolni bersam, hayotda yomon degani emas-ku. To'g'rimi? Ishonib qoldi-da. Ha, odamlar ishonib qoldi. Keyin shunaqa deyapti. Men aytayapmanki, qanaqasiga men ko'kosh sharmanda qilaman deyapman. Men uni shuncha ko'tardim-ku, shuncha yordam berdim-ku desam, u короче jahli chiqqan, sendan xafa, men ham xafaman deyapman. Meni shuncha tuhmatga qo'ydi, men xafaman, men ham xafaman. O'ziga yarasha desam, короче sen qachondir shunaqa qiladi seni dedi, sen tizcho'kka uzr so'rab kelasan hali dedi. Demak, sizga ugroza qildi, hali sen shu qilgan qilmishingga. Shunaqa qilarkan seni. Qilarkanki sen, ko'kosh gapni sizga yetkazdi yani. Keyin o'zini ichidan, ishoning, o'zini yonidagi o'rtoqlaridan. Shu gapni aytganmi shu odam? O'zidan so'radingizmi? Yo'q, men ko'kosh o'ziga telefon qilib, bu bunaqa dedi, u unaqa dedi deb yurmayman-ku. Ha, shunaqa yetkazdi. Men yo'lda ketayotganimda, men mobilografman, men bilan ketyapti. Mashinada ikkalamiz edik. To'g'rimi, Nodir? Tasdiqlaysanmi? Shu gapni aytdi. Cho'kib kelasan. Ha. Bo'pti, mayli, xo'p, tizcho'k uzr so'rab qo'yaman, nima qilish kerak dedim. Ketdim, ketasan, ha. Keyin endi o'yin qilishyapti dedim-da. Keyin yo'lda ketayotganimda hali 5 soat, 6 soat ichida bo'lagan yo'lda probkada turibmiz. Yana telefon qilishyapti menga. Короче, 3-4 kundan keyin klinikada deyapti. Sani klinikangda deyapti. Meni klinikam emas, voy, nima deyapsizlar deyapman-da. Menga har xil nomerlar, net nomerlar bir bolalar telefon qilyapti. Короче, bu yerda bunt bo'ladi deyapti. Oldindan. Tushunyapsizmi? Oldindan. Endi haqiqat ayting. Yo'q, men kazyollik qilish uchun bu yerga kelmaganman-da. Ya'ni o'zini oldi, turadigan. Bo'ldi, men bo'lgan voqeani aytib beryapman-ku. Nima qilasiz, kimligini, familiya aytib beryapman-ku. Qonunda ham. Hozirgi borlar odamlarmi? Ha. Hayotda bor odam, tirik odam. Yonida yurgan odamlardan. Shunaqa. Hozir ham yurgan odamlardanmi? Ha, oldindan bo'lgan, hozir ham bor odamlar. Keyin Nodir tasdiqlaydi meni. Mobilograf va videoga olib turibman. Nodir mana shu bolani. To'g'rimi? Shunaqa dedi. Qanaqa qilar ekan deysiz. Bo'pti, xo'p dedimda. Keyin ishoning uyga yetib boryapman. Ertasi kuni turyapman.
уже internetda shov-shuv. Qishloqda internet ishlamaydi. Onang nimaga nodir o'tir mashinaga shaharga chiqamiz, internetni ochib, voy ko'ramiz, boshqa qilamiz. Men endi o'zimcha o'yladim. Mani tiz cho'kib keltirish uchun klinikani yerda qilyaptimi hozir? Nima bo'lyapti deyapman. Keyin Kokoshga yozdim. Kokosh dedim, maqsad nima dedim. Maqsad nima dedim. Klinikadan yo pul undirmoqchimisan yoki просто ma'noda so'radim. Maqsad nima deb yozdim, xolos. Keyin u meni sog'lig'im maqsad dedi. Men aytdimki, unda urush janjallardan nima foyda dedim. Urush janjaldan ko'ra hozir 10 kun urushasiz, 10 kun vaqt yutqazasiz dedim. Undan ko'ra sog'lig'ingizga tiklovchi harakatlar qilsangiz bo'lmaydimi? Maqsadingiz sog'liq bo'lsa dedim. Nekrozligini qachon bo'ldingiz? Men nekrozligini vodiyga borganimda. O'sha borganingiz. Ha, telefon. Menda nekroz ekan Abbos dedi. Siz tushunyapsizmi dedi. Internetga kirib nimaligini bilib oling dedi. O'ladigan kasal ekanmi desam, ha dedi. Nekrozdan odam o'lganini men eshitmaganman. Men ham misol uchun 4 oylik bola emasman-da. Men meditsinskiy litseyda o'qiganman. Misol uchun 4 oylik bola bo'lsam ekan, nekrozdan odam o'lar ekan deb turaveraman-da. Men bilaman-ku, nekroz ham, misol teri chirisi toki mana o'qib chiqdim polnikin, toki u nekroz boshlanganda nekrozligini bila olmas ekansiz. Yoki noto'g'rimi? To'g'ri, unga vaqt Ha, kerak. misol toki u keyin ko'chib tushishi ham mumkin ekan. Teri ko'chishni boshlasa, nekroz bo'lmas ekan. Shunaqami? Yo'q, ba'zan nekroz bo'lib turib teri ko'chishi ham bo'lishi mumkin. Ha, xullasda ko'ryapsizmi? Mana shunaqa. Men oxirgi marta bu yoqda Doston bilan o'sha ochib perevazka qilayotgandim, bundoq ko'rib, Kokosh deb ana qilib atrofi o'sha sekin bitishni boshlayapti ekan, menimcha yaxshi tomonga o'zgaryapti degan oxirgi gapim shu edi. Ketdim keyin o'shanda. Bo'ldi. Nekrozligini Borganimda bildim. Opa ham bor edilar, ularni administratorlar, ular ham ancha turib yordam berdilar, vrachlarni chaqirib. Sho'rabor. Yo, endi men u opa bilan men Kokosh orqali taniganman. U opani Kokosh orqali tanib, oldilarida ijod qilib, bilib, qo'shiqlariga bitta ikki marta kliplar jarayoniga Kokosh telefon qilganda borib, o'sha turib berganman, hech narsa qilmaganman. O'shanda ham Kokosh rahmat yonimda turganingiz uchun degan, misol uchun. Bo'ldi shu. Keyin shoir opa bu yoqqa kelganda men bilmayman, kelganmi, kelmaganmi, men hech narsa bilmayman. Boryapman, Kokosh ikkinchi marta operatsiyaga kirganini, o'sha terisini olib tashlashganini aytishdi. Keyin men klinikaga telefon qilyapman. Aka, agar rostdan sizlarda ayb bo'lsa, deyapman. Meni bilasiz, men 6-kuni boraman, men bayta turib olib, unaqa qilibdi, bunaqa qilibdi demayman. Agar shunaqa bo'lsa, men boraman, surishtiraman, hazillashmang men bilan dedim. Men ham o'zimga yarasha choralarimni qilaman deb aytdim. Do'stingizni sog'lig'idan. Ha, xabar olaman. Keyin bular aytishdiki, Abbos bu darajada urush bo'lib ketadigan narsa yo'q, tushuning bizni deyishdi. Keyin bo'pti, xo'p dedim. Keyin Kokoshga yozdim dedim, maqsading nima deb, urushmi yoki nima deb. Tuzalish bo'lsa, dedim, vaqt cho'zmaganda tezroq tuzal yoki chiqib ket aytdan dedim. Bo'ldi, men mashina bilaman, xolos. Keyin ertasi kuni kulgili voqea bo'lyapti-da. Keyin deganda pul yoki pul beramiz, nimadir degan taklif bo'lgan-ku sizlar. yo'q. U yoqda turganimdami? Vodiyda turganimda aytdim, yoki chiqib ketib boshqa klinikada davolanishga puling yetmayotgan bo'lsa, aytgin, bir ikkita akalar bor, yordam so'rayman yoki xalqdan so'raylikmi desam, yo'q, yo'q, kerak emas deb aytdi lekin. Shunaqa dedi. Pulni xohlamagan. O'shanda aytganingiz kerak emas deydi. Ha, endi u ham baribir xalqdan so'rashamcha nimada? Xalqdan so'rash degan gapni yo'q dedim, Abbos buni tasdiqlaydi. Men to'g'ri ma'noda so'radim-da, to'g'ri ma'noda. Agar men o'ylab yotibman-da, men orqali mendan shunchalik xafa bo'lib, men uni nima sharmanda qildim, men unga nima yomonlik qildim deb turibman-da. Keyin ertasi kuni dadam meni uyg'otyapti-da. Sen nima qilib yuribsan deyapti-da. Men nima qildim desam, bitta odamga shuncha yaxshilik qilding, boshqa qilding. Sani bu anaqaga chiqarib qo'yapti-ku dedi. Tokka chiqarib qo'yapti-ku dedi. Bormagansan xabar Ha, yo'q, tokka chiqarib qo'yapti-ku dedi. Men uyg'onay olmayman deyapsiz, tushunmayapman dadajon desam, qara mana uni deb turib, Jasminning videosini qo'yib beryapti. Ha, bloger Jasminning videosini qo'yib beryapti. Men вообще shokka tushib qoldim. U qizning nima aloqasi bor? Tushunyapsizmi?
nahotki deyapman, man keyin ko'koshga yozyapman, ko'kosh deyapman, bir og'zini chiqib xalqqa bu bolani aybi yo'q, 25 kun shu yerda bo'lgan deb qo'ysangiz bo'lmaydimi? San mani mazam yo'q, man kasal yotibman deyapti, lekin istoriyalarida, postlarida hamma doktorlar bilan urushib yuribdi. Siz buni ogohlantirgansiz shu gap bilan. Men aytdim, mana shunaqa desangiz nimaga demayapsiz dedim. Men kasalman axir, men yotibman, Abbos meni o'ladiganman, men unaqaman deyapti-da. Bo'pti, xo'p desam, lekin любой odam jahli chiqadi-yu, siz menga telefon qilyapsiz, men bu ishni qilib qo'ygin deyapsiz-da, yo'q, men kasal yotibman deyapsiz, lekin men boshqa ishlar qilib yotibman. Hadi bo'ldi, turishga, gapirishga holim bor ekan, bir og'zim gapirib qo'y. Agar o'sha qiz meni gapirganda men tushib kelardim. Keyin jahlim chiqib ketdi. Kelmadi deganiga jahli chiqdi. Kelmadi degan gapni xabar olmadim umuman. Ha, qani anavi Abbos deb birinchi o'zi mashina anavi Barchin opani yonidagi bola boshladi. Tipa soha degan. Jahlim chiqib ketyapti. U bola istoriyasiga qo'yibdi. U Abbos qani o'zi? Yo'q bo'lib qoldi deb qo'yibdi-da. Men yozib olgan keyin, meni so'rashga sen haqqing yo'q dedim. Sen kimsan o'zi deyapman-da. Sen operatsiyada turmagan bo'lsang, Qachon keldi? Siz 28gacha ishda bo'libsiz. operatsiyasi kuni Barchin kelgan, undan keyin bir marta Barchin syomkaga keldi. Syomkamiz Vayni ham bor. Klinikani reklamasiga men Vayn olib berganman, u ham bor. Undan keyin bir marta, ikki marta keldi. Shu bilan yo'q. Hamma o'zini ishini qilib yurdi-da, tushundingizmi? Toki juda kulgili vaziyatlar bo'ladi-da hayotda. Yani men qishloqda yotibman, dalada, bug'doy ichida yotibman. Endi nima qilaman men deyapman-da. Men hozir o'zim oqlab chiqsam, o'zim oqlayotgan bo'lib qolaman. O'zim oqlamasam boshqa. Keyin men vaqtga tashab qo'ydim. Mayli, gunohlarimizga kaforat bo'lsin dedim. Indamadim, vaqtga tashab qo'yib yuryapman. Dadam to'y bo'lyapti, boshqa. Men hayotimni azar qilib qo'ydi, tushunyapsizmi? Mana bo'layotgan voqealar. Faqat ichimdagi savol, meni nima aybim bor? Meni nima aybim bor? Dadammi? Men misol uchun, men bu hayotga, bu insonni dadamni farzandi bo'lib, bir marta la'nat olib kelgan bola emasman-da. Bir marta la'nat olib kelgan bola emasman. Umralarga jo'natdim, hojona qildim. Men bularni misol uchun ommaga maqtanib yurmayman. Misol qancha sovg'a salomlar qilib, mahallada hojaka deydigan nom olib kelib qo'ydim-da. Keyin men bitta tarbiyali bolaman-da. Dadam misol uchun meni o'g'lim aktyor, meni o'g'lim bloger deb ko'ksini kerib yuribdi-da. Keyin men bitta qizni bu yoqdan videoga olib chiqyapman-da, u qiz meni Jasminga yomonlattirib turib, tushunyapsizmi nima bo'layotganini? Siz xafa bo'lganingiz haqiqatan shu yerda bo'lib turib, o'zingizga ham shuncha qarading. Ayamni tug'ilgan kunda, aya men bora olmayman, to'g'ri tushunaymi, ko'kosh ahvoli og'irlashib qolsa-chi, katta operatsiyadan chiqdi deb turganman-da, tushunyapsizmi? Shunchalik shunaqa qildingda, endi seni oqlamayapti deyapti-da dadam. Oqlashini so'ragansiz. Men boray, men gaplashaman, hal qilaman desam, dadam aytdi. Nodir aytadi, hovlida shunda choy ichib o'tirganimizda, men voqea esimda-da, hech qilib bilamaysan, uyda o'tirasan. Chunki otangiziga gapirgani yo'q. Ko'rdik seni qilgan ishingni dedi. Voqealar o'tyapti, ketyapti. Keyin men video обращение qilib chiqdim postga. Hammaga tushuntirdim. To'g'ri tushuninglar, men shuncha vaqt oldida bo'ldim. Mana bunaqasi. Keyin sekin xalq meni tushunishni boshladi. Haqiqatda to'g'ri, hamkasb-ku, shuncha bo'pti-ku boshlandida. Keyin klinika temalari ham yopilayotgan paytda bu yoqdan siz chiqib keldingiz. Meni gapirib chiqib keldingiz. Keyin meni tipa oxirrog'ida siz chiqib keldingiz. Men shu paytgacha opa, misol uchun hech kimga qarshi video qilmaganman-da. Men ko'rib o'tirib anaqa mobilografim Nodirga aytayapmanki, biling deyapman, opayam, Jasmin ham prosta bitta ssenariyning qurboni bo'ldi deyapman-da. Nimaga deydi? Esingdami deyapman. Voqealar bir-biriga ulayapman-da. Men esingdami? Meni tish cho'kib kechirim so'ratirmoqchi edi deyapman-da. Mayli, u gap bo'lganmi, bo'lmaganmi, Allohu a'lam. Uni u aytgan odam yolg'on gap bilmayman, lekin odam eshitgandan keyin sekin ketadi. Keyin meni dedim, bularga dedim, biror marta ham maqtamagan meni dedim. Gapirmanglar Abbosni demagan. Agar ko'kosh misol uchun bir og'zim sizga Abbosni gapirmanglar, u постоянно shu yerda bo'lgan deganda sizlar gapirmasdinglar-da. Ular hech narsani bilmasdan gapiryapti dedim. Ishon dedim, prosta tak bular jertva bo'lib ketyapti dedim. Qurol sifatida foydalanilyapti dedim. Jasmin ham dedim, bu opa ham dedim, jalka dedim. Hozir haqiqatni gapirishyapti dedim. Lekin faqat ularning haqiqatini gapirishyapti dedim. Menimcha opalar bizni eshitmayapti dedim. Biz eshittirishimiz kerak o'zini dedim-da. Men siz topish yo'lini qildim. Men misol uchun to'g'risini aytaman. Siz kunuzga chiqdingiz, boshqa qildingiz, televideniyada chiqdingiz.
man misol uchun Primoysiga chiqqanda cho'chidim. Hozir Nimaga man qanaqa Primoy chiqadi? Primoy chiqib turib sizga man unaqa emasdim deb oqlasam, siz "Voy nima deyapsan? O, sen bo'lmagansan" deb tashlashingiz mumkin, to'g'rimi? Keyin menga bitta istoriyamga bitta zvuk qo'ydim. Esingizda bo'lsa, bitta zvuk qo'ydim. Men u zvukni nima haqida gapirishganini ham bilmayman. Undan keyin siz "Bu nima qo'yganingni bilasanmi?" deganingizdan keyin eshitib ko'rdim. Menga o'sha chastini bittasi Telegramdan tashladi. Короче, sen o'zingni seni izolyatsiya qilishayotganlarga, seni yomon deyotganlarga qarshi qura olmashdi dedi. Ta-ta-ta qilib udalib akkaunt qilib tashyapti. Tushunyapsizmi? Menga o'zidan o'zi informatsiyalar keladi. Qanaqa gaplar boshqa hech Voshim bilmayman. Kelyapti-da. Keyin men o'shani sizga bahona bo'ldi men bilan gaplashishga. men aytdim, qarab tur dedim. Misol uchun men ham blogerman-da. Men shu videoni qo'yaman. Opa o'zi aloqaga chiqadi menga dedim-da. Keyin opa bilan o'tirib hammasini gaplashib olamiz dedim. To'g'ri qilgan ekanman. Agar shuni qilmaganimizni bir-birimizni yomon ko'rib, keyin qarang, mana bunaqa bo'lyapti-da. Voqealar rivojini qarang-da. Men uzuk bitta qo'yapman-da, siz meni Rudiga yozyapsiz. Rudidan telefon qilishyapti. O'shda turib siz bilan bog'lanyapman-da. "Oh" dedim, "Ana opa bilan gaplashib olaman endi" dedim-da. Bo'ldi, Rudiga borib tushuntirish xat yozdim. Siz oldingizga ko'rishgan bordim. Aka bilan gaplashdim. Rustam akaga rahmat. Orada Rustam aka telefon qilib, Nihola dedi, "Yaxshi qiz" dedi. U menimcha ko'p narsani bilmaydi. Men Rustam akaga ham 1000 marta yalinganman-da. O'sha Ko'koshda kinongizga oling, Jon aka olib chiqing deb rosa yalinganman. Keyin Rustam aka siz bilan ko'rishtirib qo'ydi. Biz oldimizga birga o'tirdik, gaplashib oldik. O'sha vaqtda gapim Siz- bilan gaplashdim. Siz aytdingizki, Jasminga ham Ko'kosh Abbos shuncha payt kelganingizni aytmadi. Kelmadi bir marta ham dedi dedingiz, to'g'rimi? 27-chidan biz sizni shu yerga men Ko'kosh короче umuman kelmagan deganda. oydinlik kiritib o'taman. Shu daqiqagacha sizni bu yerda bo'lmaganligingiz, xabar olmaganligingiz bizga ma'lum bo'lgan. Ko'kosh tarafdan va Ko'kosh tarafdan biz sizni bunaqa turganingizni biz bilmaganmiz. Jasmin ham bilmagan, men ham bilmaganman. Hattoki shuni gapirib Jasmin chiqqanda ham bizni hech kim to'xtatmagan. Opa to'xting. Bu bunaqa hech qanaqa sizga nisbatan oqlov yoki qoralov narsa bo'lmagan. To'g'ri hech kim qoralov ham bo'lmagan, oqlov ham hech narsa bo'lmagan. Kelmadimi? Meni yomonlab chiqqanlaring chiqishingizdan oldin Abbos kelmadi degansiz, keyin yomonlab chiqqansiz, to'g'rimi? Abbos kelmadi, chunki keldim. Abbos nima bor? Atrofidagi hamma o'rtoqlar, do'stlari, o'sha Umida degan qiz ham yo'q. Abbos kelmadi, Abbos o'tib bo'lgan. Faqat boshida shunaqa gap bo'ldi. Qochib ketdi Farg'onaga deyishganmi? Yo'q. Boshida shunaqa gap bo'ldiki, operatsiyaga bo'lib kelinganda bu klinikani Abbos tavsiyasi bilan kelindi. Abbos klinikasi shu bo'lgan misos bilan, lekin biz o'zimiz gaplashganmiz. Barter asosida Ko'kosh men bularga 40 mingta odam o'tkazib berdim. 30-40 mingta odam o'tkazib berdim. Do'g'ri shunaqa bo'lgan edi. U ambassador edi, lekin sizni aytib o'tish kerak. Partnyorim, ya'ni Abbos xo'ja bu yomon emas. Bu sizni paytingiz, bu sizni yuzingiz qildirmaydi, meni to'xtatdilar. Qachon aytdi shu gap? O'sha biz ikkalamiz gaplashib olganimizdan keyinmi? Siz bilan gaplashib olganimdan keyin ha. Ko'rdingizmi? Ungacha meni undan oldin ham aytdi, yolg'on bo'lmasin, undan oldin. Mana men sizga bitta savol beraman-da, hozir mana shu kamerani tagida. Buni bilaman, aytgansiz yo'q. Mana shu yerda ham izoh qilib olaylik. Jasmin meni yomonlab chiqishi uchun Ko'kosh unga aytgan, Abbos bir marta ham xabar olmadi mendan degan, to'g'rimi? Men Jasminga bu savolni berdim. Ko'kosh sizga aytdimi? Что siz kelganligi haqida xabaringiz bormidi? 27-28 chислоgacha shu yerda bo'lganligi haqida desam, Ko'kosh menga hech narsa degani yo'q, kelmadi degan, xabarim yo'q deb aytgandi-da. Bu borada Jasminni ham juda anaqasi chiqqani, yolg'on ma'lumotga tayanib qolgan. Chunki Jasmin boyagi gapni aytyapman-da, Ko'kosh aytgan bo'lsa rostdan meni qora qilish uchun Jasmin bilan sizdan foydalangan. Meni fikrim shunaqada, tushunyapsizmi? Mayli, u qalbida nima bo'lgan bilmayman, lekin nimaga asoslanib bo'lganini ham boya aytib o'tib ketdingiz. Nimaga asoslanib bo'ldi bu fikringiz? Yo'q, aytdim-ku, menga telefon qilishib, seni tiz cho'kib uzr so'ratdiraman, hali meni sharmanda qildi u deb degan ekan-ku. Lekin yana bitta narsani ta'kidlab o'taman. Haqiqatan men siz bilan ko'rishdan oldin o'sha Rustam aka aytganlarida, Rustam aka aytdilarki, "Singlim" dedilar, "Bu yerda siz o'ylagan narsa bo'lmayapti. Bitta narsani sizdan so'ramoqchiman" dedilar. Nima savol deb so'ramoqchisam, Ko'kosh bilan bularni orasida dedi, shunaqa pul mavzusi bo'lgan deb o'ylaysizmi? Ya'ni klinikadan pul talab qilgan mavzusi bo'lganmi? Nimaga bu gapni aytyapsiz? Rustam aka aytsam,
Abbosxo'ja bilan bu mani shogirdim, gaplashganimda shunaqa, bu mani fikrim dedilar. Gaplashganimda shu narsani bildimki, videolarga olinib yurilgan har bitta narsa, har bitta holat, o'sha vrachlar nima qilayotgan hammasi oldindan videoga olingan. Chunki Shuning o'zingiz uchun ham ko'rdingiz-ku, oldindan olib yurilgan. videoga shu narsa olingan, shunaqa emasmi deb, men shunaqa deb sizni aytdilar. Keyin meni jahlim chiqdi siz boringizda. Do'sti bo'lib turib ham kelmas ekanda, atadan videoga olib turib, Men Rustam akaga hammaga- unaqa demaganman. Rustam aka hammaga- o'zi uchun sizdan so'ragan. Siz bilasizmi shunaqa emasmi maqsadi degan. man Rustam aka uni- chunki menga aytdi-da, Abbos dedi, oldindan bular videoga olib yurgan ekan. Rustam aka endi ahmoq emas-ku, yosh bola, rejissyor-ku, aynan shu syomkani odami-yu. Bu videolar dedi, bugun kechagi yo bugungi emas, deyapti. Hali bir oydan oldin bir oy davomida olib yurilgan materiallar-ku Abbos deyapti-da. Men aytdim, bu nimadir mutis qilyapti dedi. Men aytdim, Rustam aka, men bilmayman dedim. Keyin sizdan men so'radim, keyin sizni Xolop aka meni shunaqa dedingizmi desam, yo'q, men o'zim uchun so'radim. Men uni sizdan so'ralyapti deb o'yladim-da. Men o'zim ham haqiqat aytib ketishim kerak. Jahlim chiqdi. Ko'koshdan aytdimki, o'sha yerda sandan dedim, do'sting dedim, xabar oldimmi dedim. Qanaqa qatnashayim bor bu bola bilan dedim. Faqat biz syomkalarda ko'rishganmiz. Shaxsiy munosabat yo'q. Faqat biz partnyormiz. Только syomkani jarayonida ko'rishadigan odammiz. Yo'q, mendan opa xabar olinmagan, hech narsa bo'linmagan. Keyin aytdimki, u bola dedim, do'sting samon tiqar postingga dedim. Rustam akaga dedim, sani aytibdi. Men o'zim ham jahlim chiqib ketadi. Ayol kishi bilasiz, biraj spilchi bo'lib ketadi. Xabar olmagan bo'lsa, shu klinikadan oldindan videoga olib yurgan ekan. Nima pul talab qilish niyatida degan ekan. Klinikani ambasadori deb Jasminga kim tashlab bergan? Unisini to'g'risini aytsam, men buni xabarim yo'q, chunki siz o'zingiz ambasador deb yozib qo'ygan klinikada ko'rinadi. Ko'kosh ham yozib qo'ygan edi. Men qarasam Ko'kosh o'chirib yuboribdi, dedim. Yozilgan edi. Hayron qoldim. Jasmin ham Ko'kosh o'zi ham yozilganidan yozdi. deb gapirgan-ku. O'zi Chunki yozib bilasizmi, qo'ydi. men internetdan ancha orqada bo'lib qoldim. Men qishloqqa borgandim. Ko'p narsadan bir xabarim bo'ldi, bir xabarim bo'lmadi. Keyin video tayyorladim. Keyin boshqa bo'ldi. O'zim ham realni aytaman, bor Jasmin istoriyalarni ko'rib kulib o'tirdim. Men men endi mana bunaqa deganman-da, negativ, hurmatli negativlar deganman. Agar shunaqa vaqtinglar ko'p bo'lsa, kelib kartoshkaga kelasam, kartoshkaga kallamni qo'yib, oyoqchalar chizib, rasmlarni qo'ygan, endi kartoshka. Kulyapman-da. U meni endi biz san'atkorimiz, yumorni ham tushunamiz-da. Men uni yumor deb qabul qilyapman. Misol uchun men yomonlikdan Jasminni sha'niga, misol uchun men umuman nafaqat Jasmin, men uchun hamma inson, hamma u kim nima bo'lishini qadrini o'zi javob beradigan inson, hamma o'zini oyog'idan osiladigan. Men birorta odam sha'niga yomon gap gapirganim yo'q menda, hech qaysi videoyimda. Keyin jahlim chiqib ketgandan keyin menda ham test borda, dadam misol uchun ko'chada men Toshkentga kelishimdan maqsad tirikchilik bo'ldi, boshqa hech narsa emas. Yaxshi pul topib, yaxshi yashash. Birovga o'tinib ko'lash yo birovga paxta qo'yib ko'tarilish unaqa emas. Tushunyapsizmi? Yaxshi yashash. Oilam chiroyli yashashi. Siz demak, Ko'koshga gapirgin, olib tashlasin degan ma'noda gapirgan. Siz nimaga оповещение bermayapsan degansiz. U sizga yo'q degan javob bergan, kasalman degan. Lekin bizga nisbatan shu Rustam akani gapirma, o'zini gapi deb Ko'koshga o'zim chiqib, sani do'sting shu narsani qilyapti, do'sting ishonmagan ekan, nimaga kelmadi desam, "Yo, opa, endi nima deysiz shunaqa deb." Misol uchun siz kelmagan dedi. Shunda men xafa bo'ldim. Haqiqatan bu bolaga nisbatan mana endi bildingiz hamma yaxshi gapni ham, yomon gapni ham. Chunki men ishonganim yetaman. Agar siz bilan ko'rishganimda Rustam aka o'rtaga tushmaganda, Rustam aka bir og'iz aytdilarki, siz bilan hali meni intriga qilib chaqirganingizda, Rustam aka, men ukam, keling ko'rishib gaplashib olamiz deganda, Ko'kosh oldiga kerak bo'lsa birga boramiz. Bo'ldi, aka, arizasini olmay qo'yursinlar. Bormasizlar rovdiga, rovdi o'zimniki, mahallamniki o'zim qaytib olaman. O'zim yozgan joyim. O'zim yozgan joyim, 02 qilgan joyim. Siz ozgina o'sha yerda ham intriga qildingiz. Nimagaki yana men bilan aloqaga chiqishim uchun. U yerda nima bo'ldi? Shu yerda ham men tushuntirish aytib ketishim kerak. Sababi men maqsadim birovga jabr yetkazishmasda. Xabarni shunaqa yetkazuvchi, xabar yetkazuvchi bo'lgan odamman sifatida, ya'ni yolg'on xabarga tayanish bo'ldi va Jasminni ham bo'ldi, shu narsaga tayanishi bo'ldi. Biz shunga ishonib, sizni haqiqatan kelmadi dedik. Siz qo'lingizdagi dalilni ko'rsatmaganingizda har bitta kunini va oldingizda o'sha siz bilan kelgan opa ham har bitta bo'lgan daqiqasini isboti bilan, videosi bilan, gaplashgan pripiskalar bilan ko'rsatmaganda, men bunga ishonmasdim. O'z ko'zim bilan ishonib, o'sha yerda suhbatimiz davomida bo'lgan hamma haqiqatni, shu kartalarimiz ochilib bo'lgan edi. Bo'lgandan keyin men Ko'kosh bilan bog'lana olmadim. Ertalabgacha biz soat 4 gacha suhbat qildik, uka. Shunaqa biz haqiqatdan qattiq suhbatlar bo'ldi, haqiqatlar ochildi, ko'p narsalar. Va ertalab aytdim, soat 1 da dedim, prямой efir qilaman, uka dedim. Hamma haqiqatni aytaman, xafa bo'lmang dedim. Aytgan joyingizda kim jabr ko'rsa ko'rsin dedim. Uka aytdiki, opa dedi,
man xohlamayman birovga mandan ziyon yetishini dedi. Mayli, man yomon bo'lay dedi. Man yomon bo'lsam bo'ladi dedi. Chunki bo'ldim dedi. Hech kimga meni oqlasham kerak emas dedi. Meni oqlashni ham xohlamayman. Mani tarafimdan haqiqatni siz biling, что man bu insonni oldiga ko'kosh oldida turdim. 28-kungacha turdim. Klinika bilan bo'ladigan holatda klinikani ham yonini olganim yo'q. O'rtada neytralda turdim. Klinikaga ham aytdimki, agar haqiqatdan shunaqa bo'ladigan bo'lsa, kerakli joylarga chiqaman deb aytdim. Bu narsalar bo'lib ketdi. Hammasini menga ko'rsatgandan keyin men ko'koshni o'zi bilan gaplashib so'radim. Shunaqa bo'ldimi desam, ha, shunaqa bo'ldi opa. Abbosxo'jaga umuman tegmanglar. So'ramadingizmi? Nimaga sen menga aytmagansan shuni? So'radim, mazam yo'q deb aytdi. Nimaga shunaqa bo'ldi dedim. Desam aytdiki, videolarga olgan ekansan, shuni desam, videoga olayotgan holatimdagi jarayonlar dedi, klinikani reklamasi uchun olingan bu dedi. O'sha xarid bo'layotgan holatni qo'yib berishim kerak. Mana klinika degan reklamasiga o'xshaydi. deb olish uchun dedi, qilingan bu reklam narsalar dedi, shuning uchun dedi. Men aytdimki, "Хорошо bo'lmasa" dedim, "Singlim" dedim, "Demak sendan xabar olgan, oldingda turgan. Biz yolg'onchi bo'lib qoldik. Men ukadan uzr so'rayman. Qaysi gapimga uzr so'rayman? Do'sting bo'lsa yo do'sting somon tiqar postingga bu odam haqida umuman bilgim kelmayapti, ham gapirishim xohlamayman degan joyimni men to'g'rilab ketaman" dedim. Bu gapingiz uchun emas, men haqimda noto'g'ri fikr bo'lib qolganim uchun. Fikr, shunisidan keyin aytdim, shu gapimni dedim, hal o'zingiz mana eshitdingiz, hozir hammasini. Просто так, bundoq eng uchidagi xulosa, maqsad meni yomon ko'rsatish bo'lganligini bilyapsizmi? Sizga mana misol uchun menchi mana maqsadni bitta narsani aytaman, mana haqiqatlar qisqa va lo'ndasi. Qisqa va lo'nda bu yerda bo'layotgan holatda qandaydir o'sha kinoni bir aktyor rollari ijrochilariga o'ynab qo'ydi. Bu yerda bir boshqa bir nimadir bo'lganga o'xshab qoldi. Men tushunmadim, chunki nimaga Xuddi shaxmat o'ynaldi-da, sizlar shaxmat figurasi, men shaxmat doskasi bo'lib qoldim. Kim yursa men ustimga qo'yaverdi, dog'. Yo'q, Dog' endi qilib qo'yaverdi. uka, men nimani aytaman? Sizni gapingiz bo'yicha mana hozir bu yerda Otabek ham qancha nimalar olib bordi. Hozir anta Ahad Qayum ham turibdilar bu yerda. Hozir kamera orqasida Ahad Qayum ham shotdilar. Akani o'zlari ham mana shu shov-shuv ko'tarilib, men dodlab yig'lab chiqqandan keyin hamma bitta joyga o'tiraylik, gaplashaylik dedik. Telefonlarni chetga olib gaplashdik. Bu nimaga olib keldi? Bu yerda jabr ko'rgan siz, men va Jasmin bo'ldi. Bizda shunaqa holat bo'ldiki, Jasmindan va mendan foydalanilgan holat bo'ldi. Sizlarning o'zaro bo'ladigan gapinglar, o'zaro bir-biringlar bilan ish yuzasidan bo'lgan qanaqadir shaxsiy munosabatinglarga biz kirib rol o'ynab qo'ygan bir anaqa bo'lib qoldik. O'yinchiga o'xshab qoldik, chunki hozirgi daqiqagacha oldingizda men Jasminning bu anaqasi yo'q. Gaplashganimda nima dedi? Kecha bo'lganda haqiqatan meni nomimni internetda juda ham bulg'ab tashlashdi. Bu meni juda ham sha'nimga, oilamga ta'sir qildi. O'shanda men so'raganimda meni aralashtirmanglar, mazam yo'q degan gap keldi. Kimdan? Ko'koshdan. Hozir men hech narsa Ko'koshlarga meni aralashtirmanglar deb meni aralashtirmanglar bu narsaga, meni mazam yo'q deyildi. Keyin sizlar qolib ketdilar pushkada. Biz shunda xuddi sizga o'xshagan holat bo'ldi-da, buni menga emas, buni Jasmin so'ragan. Men anaqa qilganim yo'q. Mendan shaxsan amman o'zlari ham so'radilarki, "Xola, umuman gapirmang, aralashmang, temaga qo'ymang." Men nechun o'zi shuncha portlayotganda ham qo'yganim yo'q, gapirayotgansam. Jim sabr qilib turdim. Kecha kechqurun telefondan keyin mana portlab ketdim deb, mana deb qo'yib yubordim. Ko'p joylarga yozib, mana aka siz bilan yana ko'rishib gaplashmaguncha, akasi siz bu gapni nimaga shu narsani chiqarganingizni haqiqatni eshitsin, hammamiz yig'ilaylik degan bir tegida bir maqsad bo'lgan ekan, chunki bo'lmasin deb. Sizga ham rahmat, Otabek aka, Rustam aka telefon qilib, yo'q, Rustam aka bilan telefon qildilar, shunaqa qattasiz, men syomkadaman desam, va to'g'risi YouTube'ga mana shuncha video tayyorlatgandim kecha. Hammasini tayyorlatgandim. Aytdi, "Uka dedi, yarashmaydi, kelinglar, men hammani chaqiraman, o'rtaga murosaga kelaylik. Sizlar sezyapsizlarmi, tekshiruv natijalari asosida", ya'ni bular o'zicha jurnalist tekshirganda endi o'zi menimcha. Men bilyapman deyapti. Hamma nohaq, lekin hamma haq. Tushunyapsizmi? Mana men siz meni yomon gapiryapsiz, haqsiz o'zingiz uchun, lekin nohaqsiz aslida. Men ham sizni ustingizdan yomon gap gapiryapman, men o'zim uchun haqman, lekin nohaqman aslida. Chunki sababi kimdir bizni bir-birimizga qayrab qo'ygan, bir-birimiz bilan o'shtirib qo'ygan. Faqat ommada bir-birimizni urishib yotibmiz, lekin haq bir-birimiz bilan gaplashib olmaymiz. Keyin yig'ilib suhbat qilamiz. Bu yerda klinika ham pushkaga qolib ketdi. Siz pushkaga qolib ketdingiz, men pushkaga qolib ketdim. Suhbat bor edi, aka bilan shu gapingizni hozir oldim, kechirasiz.
ya'ni bizni suhbatimiz qisqa berilgan bu akam bilan bo'lgan suhbat edi. Umid aka bilan o'shani ozgina tushuntirish berib ketsangiz, bu aka bilan ikkalamiz oramizda bo'lgan suhbat edi. To'g'rimi Otabek aka? Shuni aytgandim. Mana men sizga aytaman, o'sha suhbat siz endi Ommani menga ko'p oldida- ayblovlar keldi-ku, omma aytdi, misol uchun u zuvkni doktor tashlab bergan deyishdi, boshqa deyishdi. Siz ham shunaqa deb o'ylagansiz. Mana men sizga aytaman, любой joyda keltiraveraman, u yoqda ham, bu yoqda ham menga bu aka menga hech narsa tashlab bermagan. Даже bularni xabar mendan men bularga shubhalangan. qattiq gapiraman. Ha. Даже bular mendan shubhalangan. Chunki men boshida aytganman-ku, agar ayb sizlarda bo'lsa, yirtaman deganman-da, qo'pol qo'yayotgan. Tushundingizmi? Даже bular menga qanaqa qilib men bularga telefon qilib, ayb sizlarda bo'lsa yirtaman deyapman-da, bular menga informatsiya tashlab beradi. O'ylayapsizmi? To'g'rimi? To'g'ri. Qani men senga telefon qildirganman deb topdingiz, keyin men tushundim. O'rtada o'yin bo'lganini Bizani oramizni teskari qilish uchun. Ya'ni siz bilan biz bundan oldin yarashib oldik degani deydi. Endi kimnidir Yarashib planida oldik. biz ikkalamiz hozir Urushimiz hali kerak o'sha edi. bo'lishimiz kerak edi. Biz Men yomon bo'lib qolishimiz Chunki biz yarashib oldik degandan keyin bu bola birdaniga teskari bo'lib qoldi-da. O'sha kun, o'sha daqiqani o'zida hayron qoldim. Keyin sizga ham men tashlandim. Bu akaniki. O'sha zapis haqida ham ozgina gapirib ketdik. Siz bilan mani o'rtamda bo'lgan zapis. Men u zapisni hech kimga bergan. Nima gap bo'lgandi? O'sha to'lig'ini gapirib o'tsangiz. Unga hozir to'xtalamiz. Hozir birinchi o'chirib boshqa narsani keltirmoqchiman. Mana Uzr, gapingizni olaman. Ming bor uzr aka. Esimdan kelganda gapirib olmasam bo'lmaydi. Ahad ham emas. Men Ahad akam yoqqa jo'natmaganman. Ha, Ahad aka. Qanday Ahad akani ham chaqirib olib bu temada. Yo'q, Shu chaqiramiz, bo'yicha. hozir turib turasizman. Men O'shani blogerfim bittasi. Nodir guvoh. Men Ahad akam yoqqa. Ha, hozir Ahad akani o'zi bilan ham gaplashamiz bu borada. Hozir bir narsaga yana oydinlik kiritib ketsak, mana shu klinikani hozir hujjatlarini ko'rsatdingiz menga. Yana men bularni operatorlarga ko'rsatib, hozir bular ham beradi. Hammasi bilan tanishib chiqdim. Endi meditsinadan bo'lganimdan yaxshi bo'lganim uchun siz bilan biz oldindan tanish bo'lganmiz. Bir-birimizni ko'rib tanib qoldik. Hech urush janjal bizda bo'lmadi oramizda. Bitta savolim bor edi. Mana shu operatsiyada siz ishtirok etdingizmi aka? Yo'q, bu Ishtirok operatsiyada etmadingiz. men qatnashmadim. Siz bu klinikani Rahbari rahbarisiz, sifatida. uchreditelisiz, glavvrachsiz. To'ppa-to'g'ri. Siz operatsiyada umuman ishtirok etmadingiz. Yo'q, operatsiyani boshlanayotgan paytda kirib, bismillah deb boshlashgandan keyin orqamga o'girib chiqib ketdim. Boshdan Bu oxirigacha siz operatsiya bo'lmadingiz. yo'q, boshidan oxirigacha bo'lmadim. Bu operatsiyani oldindan Komila kim operatsiya qilishini bilardi. Men u vrach bilan Komilani uchrashtirganman. Hamma ma'lumotlar to'g'risida, operatsiya qanaqa bo'lishi, bosqichlari to'g'risida, operatsiyaning etaplari ketma-ketligi, undan tashqari operatsiyada bo'lishi mumkin bo'lgan asoratlar to'g'risida, har bir narsa to'g'risida operatsiya qilgan vrach tomonidan bu narsalar Komilaga tushuntirilgan. Tushuntirilgan. Undan tashqari operatsiya davrida Abbos Xo'jakani kirishlari, bu narsalarni hammasi uchun klinika tomonidan alohida forma, ya'ni xirurgik forma deyiladi, berilgan. Hamma tushuntirishlarni olib borganman, Hammasi videolari ham bor. to'ppa-to'g'ri operatsioniyaga bir marta kirasiz, mazangiz qochib chiqib ketadigan bo'lsangiz yoki qonun qoidani buzib, ya'ni aseptika, antiseptika qonun qoidasini buzib chiqib ketadigan bo'lsangiz, qaytib operatsioniyaga kirgizmayman degan joylarimiz bor. Instruktajda o'tkazilgan, qaysi joyga yaqinlashish mumkin, qaysi joyga вообще yaqinlash bo'lmaydi. Hozir bu ishlar bilan hammasini siz material, hamma kamerani prokuraturaga Hamma berdingiz. xat Minzdrav, hujjatlar, siz video hammasi- kameralar, hammasi hozir SESga ham, prokuraturaga ham, Minzdravga ham taqdim qilingan. Hamma hujjatlar ham taqdim Hamma qilingan. hujjatlar Hozir berilgan. bularga ham hozir operatorimiz ham qo'yib boradi. Yana bitta narsa savol bermoqchi edim. Ko'kosh sizdan shu bo'layotgan holatdan keyin mani oyoqqa qo'yib berdigan siz bilan bo'lgan suhbatimizda o'sha ikkalamiz zapisimiz bor edi. O'sha suhbat haqida ozgina gapirib o'tsangiz. Mana qarang, men bu narsani hozir aytib ham o'taman. Ko'kosh birinchi bizaga o'zida video qo'yilgan video bor, o'shandan kelib chiqadigan bo'lsa, mana qayta telefonda qayta chaqirib, iltimos qilib chaqirishgan degan joyi bor. Yo'q, Ko'kosh keldi, mani barter asosida operatsiya qilib beringlar dedi. Shunda mani O'zi keldi. SMM qizim Sevinch aloqaga chiqqan paytda men hozir ko'raman dedim. Ko'rib chiqdim. Keyin Ko'koshga rad javobini berdi. Sani operatsiya qilmayman. Buni hozir Nimaga? tasdiqladi. Nimaga? Chunki sani qo'yib beradigan reklamen mani operatsioniyaga ketkazadigan rasxotimni 3dan birini ham oqlamaydi. Faqat siz o'sha operatsiyanikini Abbos xo'janing gapi bilan qo'yib berdingiz iltimos bilan. Keyin Abbos xo'ja bizaga aloqaga chiqqandan keyingina, ya'ni men qo'yib beraman shu reklamani degandan keyingina biza bu operatsiyaga rozilik berdik. Ungacha biza chaqirib olib, operatsiya qilib, biz operatsiyani qilaylik, iltimos degan joyi bo'lmagan. Klinika rahbari sifatida sizni oldingizda ham, Ko'koshni oldida ham aytdim. Mana o'sha 25-26 chislagacha Ko'kosh bilan meni munosabatim
xuddi ikkita do'stdek munosabatda edik. hozir Ya'ni yo'q, ommagida hozir qaytaman bunga. Ikkita do'stdek edik. O'shanda yo'q. Kokoshda birinchi muammo boshlangan paytda, ya'ni ozgina возмущение bo'lgan paytda, men kirib ochiqchasiga suhbatlashdim. Kokosh, Komila, nima bo'lyapti? Agar senga klinika yoqmayotgan bo'lsa, boshqa aytgan klinikangga ko'chirib, seni hisobingni, ya'ni xarajatingni men qoplab berishga tayyorman. Xohlasang, shu klinikada yotib, men o'zim sen bilan shug'ullanaman, qilib beraman. nima degan O'shanda Komila men sizga ishonaman dedi. Birosaga kelishdi. Ya'ni Ha. yo'q Umid aka, men sizga ishonaman. bu janjal bo'lmasdan oldin Bu janjal bo'lmasdan, уже endi boshlanish arafasida. sizga ishonaman Men mana shu xarajatingni qilib bera olmayman. Ya'ni xususiy klinikaga boshqa joyga o'tkazgan desanglar, men xarajatingni qilib berishim mumkin. Muammo yo'q dedim. Nimaga Umid aka unaqa deyapsiz? Mani operatsiyamni siz qilmadingiz-ku dedi. dedimi Lekin men klinikani rahbari sifatida bemor qiynalmasligi uchun shu taklifni berdim. guvohingiz bormi oldingizda Bu yozuvlari bor. bora Bu yozuvlar bor. Keyin bu masalada o'rtaga bir qizimiz, u paytda otlarini bilmasdim, hozir bildim. Barchin degan qiz o'rtaga aralashdi. O'rtaga aralashgan Unda men yo'q paytda edim. siz yo'q edingiz. Barchin o'rtaga aralashgan paytda men o'sha Komidaga ham Barchinga ham aytdim. Bu narsani hayotga xavf soladigan joyi yo'q. Bu narsani eng tez bo'lgan 3 hafta, bo'lmasa 1,5 oygacha bemalol hal qilsa bo'ladigan joyi bor. Ya'ni bu narsa bitib ketadi. ketadi deganmiz shunda? Barchin mendan so'radi. 3 hafta, 1,5 oy nima degani deganda, 1,5 oydan keyin bemalol Komila 1,5 oyda sizlar bilan syomkada qatnasha oladi deb aytdim. siz unda o'sha ichiga Agarda- anaqasini olishni bilmagansiz jarayoni nima Agarda bo'lishini qaysi jarayonni? mana bu terisini olib tashlashni bilmagansiz Yo'q, уже olib bo'lingandan keyin bo'layotganlar suhbat bu. Bu taxminan yo'q vakuum qo'yilgandan keyinmi Ha, bu taxminan 30 Yo'q, okey, qarang. chислоlarda bo'layotgan suhbat. Men hozir aytaman hali sizga. vakuum Yo'q, tozalashdan to'xtang. oldinmi bu Yo'q, vakuum qo'yib уже nekrozni olib tashlaganimizdan keyin bo'layotgan suhbat bu. haligi biz nekroz ikkalamiz bunaqa olinganda. tikib qo'yadi deysizku vrachga menga ko'rsatib berdi Niholapa, qilib keladi Niholapa, iltimos, yanishtirib men, yanishtirib mana yuborasiz. to'g'ri bilib oling Da. Bu 28-chislоda o'lik to'qma nekroz olib tashlagandan keyin bo'layotgan suhbat. o'shanda sizga Taxminan 30-damikan, 29mikan aniq kunini hozir eslolmayman. O'shanda Barchin kelgan paytda bo'layotgan suhbat. ha barchinga Ha, aytgansiz Barchinga aytdim. Ha, bo'ldi aka, lavzmi lavzda, lavzdim. Kerak bo'lsa bir joyimni kesib tashlaydiganman degan momentim ham bor. Ya'ni bitqizib bera olaman degan ya'ni sizni joyimda. oyoqqa turg'izib berishga Ha. va'da bergansiz har qanaqasi edi va Oyoqqa turg'izish emas, yarani bitqizib berish. Ko'kosh ertaga imorat dang'illama uchastka quradimi, mashina sotib oladimi, u mana anaqamga aloqasi yo'q. Sababi oyoqqa turg'izish deganda bu narsa. Men sog'lig'ini tiklab berishni nazarda tutganman. Oyoqqa turg'izish emas. Oyoqqa turg'izish u boshqa narsa. Sog'liqni Sog'lig'ini. tiklash u boshqa narsa. Keyingi narsaga o'tadigan bo'lsa, keyingisiga o'tadigan bo'lsa. Barchin ketdi, ertasiga Aripova keldi, to'y xolbalari keldi. O'sha yerda как раз bemorlar bilan suhbat qilib gaplashib o'tirgan paytim edi. Ularga ham xuddi shu narsani aytdim. Ular sizdan so'radimi? Ular so'rashmadi, ular kesatuv bilan murojaat qilishdi. Kesatib turib, o'zigizcha bir tirnoqni tagidan kir qidirmoqchi bo'lib murojaat qilishdi. Men hammasini tushuntirib aytib berdim ularga ham. Ular shuna chiqishdida, shaq etib Instagramga eski rasm bilan birga bo'lgan narsani bilar bilmas qo'yib yuborishdi. Mana bundan keyin Kokosh oldiga chiqdim, Komilani oldiga. Komila nima qilyapsizlar? Mana bunaqa bo'ldi-yu. Men hammasini qilib beradigandim o'tsam, ertalab mana opam keladi, Nihola. Keyin Nihola opa bilan gaplashasan. Men bilan gaplashasiz. Nihola opa nimani menga hal qilib beradilar? Nima narsani hal qilib beradilar? Ular uroda yo'q, boshoda yo'q, qatdan paydo bo'ldilar? Ikkalamiz bemalol suhbat qila Azina oldikmi? gaplashdim, Aziz qochib qoldi lekin-da. Bir marta mazam qochdi, ikkinchi martasida faqat bizani gapimizning orasida kelib urush janjal qo'shilib o'rdi. Mana mana shu yerda ham, to'g'rimi? Skameykada o'tirib gaplashib o'tiribmiz, amma tushdilar, urush janjal boshladilar. U yoqqa o'tsa, u yoqda gaplashamiz, u yoqqa kelib turib kimdir urush janjal boshladi. Biza siz bilan meni bir-birimizga deyarli suhbat qilishga imkoniyat berishmadi. Men siz bilan berishmadi. bo'lgan suhbatimda har doim siz aytdingizki, men qizlar ham bunga guvoh, oldiga necha marta kirgan bo'lsa, men kafilman. Meni iltimos klinikam shuncha sharoit qilindi, shuncha odam ishlayapti, oqlab beringlar. Men har qanaqa sharoitda turib beraman. Men boshqa narsani aytdim. Davolab beraman. To'g'ri. Qayerga desa borsin, nima desa qilsin, menga sog'lig'i muhim.
Men 3 marta oldiga kirdim. Ko'kosh yoningda turibdi, turib berar ekan, men kafilman dedim. Qo'y dedim. Mana shu turib qilib beradilar desam, siz ishonyapsizmi? Siz men ishonmayman, opa, notarius orqali qilinsin dedi. Qo'y, akam guvohlar. Keyin mana akam kelib siz bilan gaplashib, Ko'kosh, senda ham bunaqa yo'q bo'ladi ham qilib beraman deyaptilar. Ke deb. Bizda sizga nisbatan siz men bilan turgan vaqtingizda aka hech ham aytganingiz yo'q. Ko'kosh mendan pul talab qilyapti, yo men qarshiman, davolayman deyilgani yo'q. lekin Bo'lindi, man bitta nima gap manda bo'lindi. mani smushat qilgani notariusga borib ishonchnoma yozib berishga man tayyor edim. Lekin faqat mani shubhalantirgan narsa ishonchnomani muddati aniq emas edi. 1 yilgacha 6 oygacha oyoqqa turib olguncha, ya'ni sog'lig'i tiklanguncha Siz uni emas. menga so'radingiz, muddati aniq emas, to'g'ri, shu yerda ham aytib ketishim Sog'lig'i kerak. tiklanguncha emas, oyoqqa turib Oyoqqa mana shu olguncha. qancha vaqt deyilganda, Da. 6 oy yoki 1 yil ekan dedim. Menga farqi 1 yil bo'lsa 1 yilga yo 6 oy Da. bo'lsa qilib beraman. И Shu plus muddatini ham siz lekin qancha summaligi to'g'risida ham aytilmagan. aniq Yo'q, mana shu informatsiya yo'q yerda edi. ham to'ppa-to'g'ri haqni gapirdingiz aka. Akani ham gapini tasdiqlab o'tish kerak. Menga aynan gapirganlarida aka aytdilarki, muddati qanaqa bo'ladi? Chunki men muddatni belgilashim kerak. Undan keyin nima bo'ladi? Men aytdimki, men gaplashganimda yo 6 oy yo 1 yil. Mayli, men 1 yilgacha yozib beraman, lekin summasi qanaqa bo'ladi? Aka, men bilmayman summasini. Qog'ozini berishadi, har bittasini cheki bilan yuboramiz. Falon summa deb chiqmaydimi? Har bitta bo'lgan muolajasiga beraman dedingiz. Haqiqatan turib beraman dedingiz. Bu gapingizni men yetkazdim aka. Vakillariga yetkazdim. Oramizda har xil yana o'yinlar bo'lib Chunki ketdi. summa aniq bo'lmagani uchun, Yo'q, o'sha masalan, chek berilsa, keyin o'sha summa yana hozir to'lab o'sha qo'yiladi. ommaga chiqib har xil tuhmatlar bo'lib ketgan narsani siz bilan bo'lgan suhbatimda men sizdan biron bir pul taklif men sizdan talab qildimmi yo menga nisbatan shu ommada sal bo'lib qolgan holat bo'yicha ikkalamiz gapimiz bo'yicha nima gap bo'lgandi shuni o'zingiz og'zingiz bilan aytib bersangiz, chunki bu narsa hozir juda ham muhim, ya'ni meni sha'nimga bo'layotgan holat bo'yicha buni siz ham aniq bilasiz, men ham aniq bilaman, lekin orada xalqqa chiqib ketgan gapni o'zingizni ovozingiz o'zingiz tasdiqlab bering Nihol aka. opa, mana qarang, oddiy misol bilan aytaman. Siz ham men ham bu yerda qurbonmiz. Siz Ko'koshni menga operatsiyaga bu yoqqa klinikaga olib kelmagansiz. Men Ko'koshni operatsiya qilmaganman. Men sizdan pul talab qilmadimmi? Qarang, hozir shuni men boshlamoqchiman. Endi hamma jarayonlar shuni ko'rsatdiki, hamma narsa shuni ko'rsatdiki, dalil yig'ilgan. Keyin sekin videolarni ko'rib, men analiz qilishni boshladim. Chunki bu videolar sekin oldindan yig'ilgan. Yig'ilgan Ya'ni shu yerda degandan bir oy keyin davomida bo'lgan holatlar. hamma holat yig'ilyapti. To'xtadim. Maqsad nima ekan? Nimaga operatsiya qilgan doktor chetda qolib ketdi? Klinikani direktoriga napadeniya bo'lyapti. Maqsad nima ekan? Keyin men bu maqsadni bilish uchun sizga qo'ng'iroq qildim. Sizga qo'ng'iroq qildim-da, opa dedim, maqsad nima? Masalan, men xarajatini klinikada bepul yotibdi. Men unga pul to'ladimman. Vaholanki dori-darmonlarga keyin to'lov qilish kerak edi. Mayli, bu to'g'risida indamayapman. Vakil apparatini qo'yib beryapman, bunga ham indamayapman. Boshqa klinikaga o'tadigan bo'lsang, xarajatingni ko'tarib beraman deyapman. To'g'rimi? Bo'ldi bu narsa. Keyin siz bilan suhbat qildik. Tursiya to'g'risida. Tursiya to'g'risida suhbat ham bo'ldi. Lekin bu nima deydi? Отрицательный emotsiya, videolar chiqarish, urush janjal qilish kuchayyapti, to'xtamayapti. Yo'q, siz menga qo'ng'iroq qilgan gapimni aytmoqchi edim. Siz bilan menga qo'ng'iroq bo'lgan holatda gap ayting yoki qo'ng'iroq bo'lganda siz menga nima deysiz? Nihola, men hozirgi holatda sizni ham zapis bor, qo'yib bersangiz bo'ladi yoki zapisingizni. Bitta vaziyatga kelaylik, nima qilsa bo'ladi deysiz. To'ppa-to'g'ri. O'sha gapimda To'ppa-to'g'ri. meni o'sha Ozodapani oqlaganingizda, oqlab bering deganingizda, Ozodapa bilan Endi tushundingizmi nimaligini? Ozodapani o'sha gapni siz aytib bering. Haqiqatdan men sizga o'shanda nima dedim? Siz aytdingiz. O'zingiz ayting. Blogerda agar hozir Ko'kosh yaxshi bo'lib ketsa, chet davlatga borib, men senga hamma ovozli xabar, videolarini jo'natib, ommaga ham shuni taqdim qiladigan bo'lsa, klinikaniga yetkazadigan putur, ya'ni obro'si yana sekin tiklanishi boshlaydi. Odamgarchilik, insof, insoniylik jihatdan dedingiz. Bu narsa bo'ldi. To'g'ri. Men sizga hech kimning gapiga ishonmay, aqqa-baqqa o'ynamay, menga ishoning, o'zim oqlab beraman. Siz xafa bo'ldingiz, hamma gapiryapti-ku dedingiz. To'ppa-to'g'ri. Chunki nimaga aytganimni ham sizga keltirib beraman, opa. Siz menga o'shanda siz bilan gaplashgan paytimizda videoni to'xtataman dedingiz. Lekin to'xtata olmadingiz. O'sha vaqtda nima qildim? Aka nima dedim? Kuchim yetmayapti dedim. Kuchim yetmayapti. Hozir telefon so'rang dedingiz. Nima qildim keyin? To'xtab turing deb. To'xtab turing deb telefon qildi. Yo'q, qo'yib bo'pti. Voy, qo'yib bo'pti. Voy, ololmas ekan dedim. Nima qilishingiz kerak ekan dedim o'shanda. Nima deyapti dedim, o'zingiz bilan ayting. Notariusdan qog'oz olib kelishini o'sha zahotda sraz olar ekan dedimi?
Keyin siz nima dedingiz? Hozir Keyin- notarius kechirim xatdan qidiraman dedingiz. to'ppa-to'g'ri. Bo'ldi. Keyin Nihol opa, endi keyingisini aytaman. Nihol opa. Chunki men Chunki hozir ularni videosiga aka уже bilan- sizni ham aytganingizda qilishadi. Ha. Nimaga bilasizmi? Sizdan foydalanib, уже bo'ldi, keyingi bosqichga o'tib ketib bo'lishdi o'zi bilan. o'sha vaqtda hozir shu videoda kichkina suhbat bo'lganini ozgina qo'ygani vaqtida aka mendan so'radilar, Nihola O'zbekistonga dog' tushmasin. Shuncha vrachlar, oq xalatlar hamma bu yerda mani qanchalik mehnati, mendan tashqari qancha vrach. Aka dedim, men sizni tushunaman dedim. Shuncha dargohda shuncha odam qora qozon qaynatyapti uyiga dedim. Xudo shu gap aytdimmi? Qora qozon qaynatyapti. Bitta uyni remont qilish o'zi emas, shunchalik odamlar ishlab qilyapti. Xudo xohlasa hech kim gapiga quloq solmayman, chunki men o'sha ommani kontrol qila olmayapman. Televideniya hamma kelyapti. Ko'koshni birinchi maqsadimiz sog'ayib ketishi dedim. To'g'rimi? To'g'ri, bo'ldi bu. Sizga ham nima desam, menga ham sog'ayib ketsa bo'ldi. Menga sog' bo'lsa bo'ldi dedingiz. Faqat didi tugasin. Dedingiz, bo'lmasa dedim, chetga o'sha gaplashaylik, chiqaraylik-da. Nima bo'lsa o'sha skriptga hammasini gaplashib, olib turib qo'yib kelaman. O'sha yerda videolar bilan gaplashib, jarayonni ko'rsataman. Kerak bo'lsa siz ham kelasiz. Xudo xolasa aka, oqlanib ketiladi hamma narsa. Sog' bo'lsa bo'ldi, o'zi chiqib gapiradi. Boshqa blogerlar ham gapiradi dedim. To'g'rimi? To'g'ri. Ana shu ikkalamiz o'rtamizda suhbat. Men sizdan pul talab qilmadim. Yo'q. Hech shu kungacha sizdan biror marta pul talab qildimmi aka? Qilmadim. Tursa notarius qog'ozni Qog'ozini men uni ham kim o'shanda hozir so'rayman, Ko'kosh talabiga binoan dedim. To'ppa-to'g'ri. Ko'kosh hozir olib tashlanglar, boykot degan gap aytdi. Ko'koshga telefon qildim. Komila, singlim, men turibman. Olib tashlagin, o'rtada men turaman. Akaga men kafilman shu akani hozir olib tashlasang, faqat boykot oladi emas. desam, hozir o'sha yerda gap aytsam, aytdilarki, opa men bu akaga ishonmayman. Qachon menga notarius qog'ozi kelsa, keyin men ishonaman deysiz. Shu gapni men sizga yetkazdim. Kech bo'lgani uchun notarius topilmadi, chunki 12 dan yaqin bo'lib ketgandi. Ertaga qilaman dedingiz. Undan keyingi o'sha holatlar janjal bunisiga telib ketdi. Yana ozgina men momentini aytib o'tib ketaman. Aka ko'p kasal bo'lib, больницаlarga tushdilar, boshqa bo'ldi, keyin bu yoqda yurdilar. Men o'zim bu odamdan shubha qildim, sababi konsulium bo'lingan vaqtda konsuliumda 4 ta vrach keldi. 4 ta vrach kelgan holatda ham bularni mazalari qochib, notarius men notariusdan qilishim kerak degan fikr bilan faqat o'sha yotib qolgan holatda men kirdim, ko'rdim, ranglari oqarilgan, davleniya oshgan, reanimatsiyada notarius gapida faqat notarius deganlarda men o'zim ham vijdonim qiynaldi. Mazasi bo'lmayapti deganda, sizni ishxonangizga bitta vakil chiqib, medsestress chiqib, o'z og'zi bilan kirib, aka o'yin qilyapti, akaga ishonmanglar dedi. Ya'ni siz tarafdan bo'lgan haqiqatni ham aytish kerak aka. Degandan keyin biz hayron bo'ldik. Nimaga hozir mazasi bo'lmayapti deb desa, yo'q, aynan sizni etajingizda bekordan bekor mazasi bo'lmay qolmaydi-ku. Shuncha etajda qilsa bo'ladi deydi. Mana Keyin o'shanda siz tushdinglar, reanimatsiyaga kirgan paytingizda nima? Bu undan oldin hali birinchi kun bo'lganingiz. Mana o'shanda reanimatsiyaga kirgan paytinglarda mana barchim bilan tushdinglar-ku. Yo'q, undan keyin. Yo'q. U birinchi, ikkinchisi. Birinchisi aziz bo'lmagan holatni aytaman. Reanimatsiya deydi. O'shanda ham bitta qiz chiqib, xuddi shu gapni O'sha aytdilar. tushgan paytingizda men rostdan ham reanimatsiyada sigaret chekib o'tirgan ekanmanmi, yo'q, uxlab yotganmidi? Kirgan paytimda. Men ikkinchi holat. Siz mediksiz, ko'rasiz. Ikkinchi holat bo'lgan vaqtda mana shunga ham aniq. Yo'q, u birinchi holat. Siz maziz bo'lmagan holatda haligi chiqib. Ikkinchi holatda men уже 16 ga ketganman. Ha, birinchi holatda. Bu birinchi holat. O'sha vaqtda yotib qolganingiz ham. Birinchi imенно ketuvdingiz. Konsilium bo'lgan kuni, operatsiya bo'lgan kuni men kira olmagan kunim. Konsilium bo'lgan kuni haqiqatan ham 4 ta vrach bo'ldi. Bu yerda keldi chetdan hammasi. U yerda bizga kelishganimizda faqat rasmga olib berish shu narsa kirgan paytingizda reanimatsiyada meni holatim qanaqa? Hozir aytib bermoqchi edim. Meditsinadan xabar olib hozir aka hozir aytib bermoqchi edim. Ya'ni ozgina o'yin bo'lgan holatni aytib berasiz. Sizga ham nohaqlik bo'lgan tarafini, shu odamlarga uyg'unlik kiritish kerak bu holatda. 4 ta vrach mana shu xonada biz gaplashganimizda oilaning vakillari va vrachlar tushibdi. Chet eldagi vrachlarga qo'ng'iroq qildik. Bizga rasmni beringlar, ko'rsatamiz deganda, rasm yo'q, biz qorinni olib tashladik deydi. Nimaga? Biz ruxsat bermagandik qorinni olishga deganda, akani mazasi bo'lmay qoldi. Mazasi bo'lmagan holatda ichkarida o'tirib bizga ruxsat bermadi. Qanaqasiga kasal odam kameraga olishga, rasmga olishga ruxsat bermaydi desa, biz bilmadik dedi. Keyin vaholanki mana endi buni haqiqati operatsiyadan yarim soat 40 minut oldin men mazam qochdi. Operatsiyani men Ko'koshga aytganman. O'zim senga rasmini olib ko'rsataman degan joyim bor. Bu narsani ko'rsatish kerak edi. Men o'zim reanimatsiyada yotdim. Men bu vrachlar bilan boshqa suhbatlashmaganman. O'ta suhbat bo'lmagan sizda. Suhbat bo'lmagan. Operatsiya paytida ular qorinni olib tashlashmagan. Ular qorinni tegdi. Men bundoqqina joyda turgan yoni olib tashlashgan. Ularning atrofidagi to'qimani yana bir reviziya qilib qarashgan. Endi u narsa siz anaqangiz, endi men haqiqatni Undan aytishim tashqari kerak. yana bitta narsa. U siz tarafdan, lekin bizga tushganda akalar, vrachlar tushganda aytishdiki,
qorinni biz u yerda dedi rubets bo'lganligi uchun biz qorinni dedi tozalashga mana vakuumni oldik. Qorinni polni tozalab, faqat tagida Aponevroz qolgan, muskul qolib qoldi. qolgan. Qancha chastini oldinglar deganimizda qo'li bilan mana shuncha chasti qorinni olib tashladik. U yerda qancha foiz zararlangan to'qimani oldinglar desam 80-90% deyildi. Shunda men so'radim, shaxsan o'zim shu savolni berdim. Amma ham savolni berdilar. Qarg'a cho'qimaydigandi. Nimaga aka shunaqa vaqtda kasal bo'lib qoldi, tegishli kerak emas deb sizni vrachingizga savol berganda, aynan operatsiya qilgan vrach o'zi aytdiki, tepadagilar o'yin qilyaptimi deb savol ularga uy vakili o'sha amma savol berganda, ha, ular aytdi, biz oldik. Ularning aytgani shunaqa deganda, talab ketayotganda men ularni to'xtatdim, o'rtaga islohlik kiritish uchun. To'xtanglar dedim, sababi bu yerda dedim. Uy egasi bular dedim. Bular chaqirilgan mehmon. Uy egasi oshxonang qayerda, tualeting qayerda siz ko'rading. Bular aytgan, shuni qilgan. Chunki ochilgandan keyin haqiqatan yara yomon bo'lib ketsa, bular olib tashlashga majbur. Ya'ni darsh ketmaslik uchun. Mana bu narsaga ham oydinlik siz yo'g'ingiz aka dedim. Desam, menga SMS keldi. Boya sizga aytganman. Siz endi oydinlik siz yerda bo'lmaysiz-ku aka. SMS keldi. O'yin bo'lyaptimi deyilgan, qo'yilganda, ha, o'yin bo'lyapti. Spetsialni kamera ochilmadi. Kameralarni ochishi tepadan videodan ko'tarildi. Shunda 02 qilib tepadan ko'tarildi va sizni vakilingiz Barchinni oldiga kirib, siz ishchingiz xonada o'tiribdilar. Vakil emas u menga. Endi ishxonangizdagi o'zingiz ishchingiz kirib, xodim shu Barchinga shu gapni aytgan, shu chakib o'tiribdi degan gapni aytgan va biz shu yerda shovqin ko'tarilganda boyagi savolingizga javob beraman. Xonaga kirayotganimizda meni o'zim ham birga tushdim. Janjallar bo'lib ketdi. Ko'ko shu yerda turib, meni qornim qani nimaga olasiz degan, men seni qorning yo'q bo'ldi, olib tashlashga muskilingni, всё, tamom deyildik. Mana shu vaqtda bizga zinadan o'tayotganda ikkita medbratingiz o'zi, aka, undan oldin men siz bular operatsiya bo'layotgan edi. Siz yotganingizda reanimatsiyada akani ahvoli yaxshimi deb siqilib qolib 2 marta pastdan qizlardan so'rasam, xabarimiz yo'q, mazalari yo'q dedi. Ikkita medbrat o'tirgan holatimda Barchin ham yonimda o'tirdi. Yo'q, yana bitta qiz o'tirdi. Barchin yoki Umida. O'sha qizlar bilan birga o'tirganimda, kutib o'tirgan holatimda aytishdiki, akani mazasi yaxshi, hech narsa qilgani yo'q, yaxshi dedi. Keyin siz o'sha vakilingiz ham Barchinga aytgandan keyin Barchin mazasi yo'q emas, yaxshi ekan, xonada sigaret chaqib o'tirgan ekan degan holat bo'ldi. Shunda biz ikkita askar bilan kirdik. Eshikni men ochishga harakat qildim. To'xtanglar, men ochaman, o'rtada turib, to'xtanglar, men oldin ko'ring, haqiqatda mazasi yo'qmi, bilaman degan ma'noda qildim. Kuchim yetmadi. Askarlar ham ochaman deb, to'xtanglar, orqada kimdir tortayotgan ekandilar. Pochchingizni eshikni orqadan tortib turgan ekanlar. Shunda olaman desam, o'sha napadeniya bo'ldi. O'sha vaqtda men kirganimda, menda kamerada ham bor. Sizni qo'lingizda sigaret yo'q edi. Tashlab yuborishdi dedi yerga. Yerga tashlab yuborildi sigaret deyildi. Yotganingizda men holatim sigaret chekayotgan holatmidi yo uyqusirayotgan holatmi? Men sigaret chekayotgan holatda sizni ko'rganim yo'q. Sizga shunaqa deyilganda men kirganimda sizni yotgan holatingizda ko'rdim. Chunki men o'sha vaqtda kushetkani oyoq tarafingizga borib turib oldim. Barchin bilan qanaqadir urushlar bo'lib ketdi. Shunda men shundoq qarab turganingizni ko'rdim. Chunki men bunda o'zingiz bundoq qilib mana uyqusirabda nima bo'ldi, nima deganingizni ko'rdim. Shu bilan nima bo'lgan? Nimaga o'yin qilyapsiz? Nimaga o'yin qildingiz? Mana xonaga kirib bekib olgan, reanimatsiyaga, spetsialni bekib olgan videolarni bermayapti. Shu bilan nima deb yotganingizda ko'zingizni ochib nima dedingiz, shu bilan bizani olib chiqib tashlashdi. Barchini kimdirlar irg'itib yubordi. Barchin yerdan tillam tushdi deb tillasini qidirmoqchi bo'ldi. Men unisini eshitganim yo'q. Kamerada bo'lsa kerak, chunki men shovqinda shunda uddarilib qilganda odamlar o'zi olib chiqib qo'yganda eshik tagiga kelib turib qoldim. Men chiqib ketib qoldim. Chunki bu g'alvada ishtirok etmayman dedim. Endi yana keyingi savolim bor sizga. Hozir o'sha yerda savolim. Haqiqatdan aka, mana shu bo'lgan holatda, mana xalq oldida, Alloh oldida siz mazingiz bormidi, yo'qmidi? Rostdan mazam qochuvdi. Mazingiz qochuvdi. Задний stenkada уже ишемия, infarktga, mikroinfarktga mana o'sha. Siz o'shanda sizga nima uxlatadigan dori qilib qo'yishganmi, nima bo'lgandi? Bilmayman, nima ukol qilishgandi. Скорее всего, qon suyultirish uchun infarktda har doim обезболивающий kuchliroq qilishgan bo'lsa, men ko'zim ketdi, uxladim men. Uyg'ongan paytimda tepamda qanaqadir urush janjal. Tushunolmadim nima bo'layotganini. O'shandan uyg'ondingiz. O'shandan uyg'ondim. Qanaqadir napадение, lekin nimaligini anglab ola olmayapman. Nimaligini. Keyin qarang opa, men o'shanda ham aytganman, hozir ham aytganman. Kokoshga ham aytganman. Videoni men o'zim olib senga ko'rsataman deganman.
biz videoga to'rtta nechta vrachlar olinmasin deb men juda aytganman. ham ko'p vrachlar bo'lganda Yo'q, to'xtang haqiqatdan siz endi, o'sha xola vrachdan opa. oldin shu gapni aytdingiz, Ha, videoga men o'zim olaman, olaman. o'zim beraman. O'zim Chunki senga bu beraman, tarqaladigan va'da yolg'on dedingiz. informatsiyadan Bo'lmasdi. charchab ketdim. Uni men. hammani Ha. vrachlarni oldida Keyin va'da berdingiz. konsilium paytida Va'da ham berdi, shuni beraman deb Ha. to'g'ri. konsilium paytida men endi mazam qochgandan keyin G'ulomjonga iltimos qildim o'zimni xirurgimga. Hamma narsani organizovat qilib bergan. Operatsiya paytida G'ulomjon har bitta vrachga aytgan, "Yuvning operatsiyaga" degan. Kamerada bu ham bor. Yuvinida kim yuvinadi? Qilinglar marhamat degan. Kim qilgan o'shanda? O'shanda operatsiya qilgan doktor bilan Ajogvidan kelgan doktor operatsiya qilishgan. Konsilium a'zolarini operatsiyoniydan chetlashtirish, operatsiyoniga yaqinlashtirmaslik, operatsiyonning dostupini yopish degan narsa bo'lmagan. Taklif Kamerada bor qilingan, bular. kamerada bor. Hammasi taqdim Hammasini qilingan. taqdim. Akaga ham taqdim qilsangiz, maylimi? bo'ldi, Shu muammo narsani yo'q. ham oydinlik kiritib ketaylik. Kelganda Ya'ni bemalol to'sqinlik bo'lmagan. Shu holatda qolgan holatlar bo'yicha hozir huquq organlari shug'ullanib kelmoqda va bu tekshiruv hammasi bilan, hujjatlari bilan ham siz Minzdrav huquq organlari shug'ullanib kelyapti. Bu yerda kimdirni oqlash emas, haqiqatni olib chiqish bo'ldi. Aynan akani ham hujjatlarini biz tekshirdik. Men o'zim shaxsan ham hozir mana qarab bularga ham berildi. Ko'riladi. Aynan bularda operatsiya qilindi degan jarayonda operatsiyada bo'lmaganligi, buni ham kameralarda qo'yiladi. Undan keyingi xabar olib bo'lingan, keyin xabar olindi deyilganda, siz Ko'kosh tarafdan 6 kunda bir marta kirildi deyilgan joyi bo'lgan edi. Siz hozir o'zingiz tarafingizdan har 2 kunda kirib qaradim dedingiz. Eng kami 2-3 kun. Xalqimizdan bitta narsani iltimos qilardim, chunki sizlarni ham boshinglarni og'ritib yubordik. Bu o'zi aslida kichkinagina, tinchgina hal qilinadigan muammo edi. O'zaro hal qilsa bo'lardi. Sizlarni ham vaqtinglarni bekorga oldik. Lekin qolgan boshqa blogerlarga ham biz videolarimizni, opani videolarini menga atmetka qilib, meni videolarimni opaga atmetka qilib, hype ishlashni to'xtatinglar, bo'ldi. Bu ig'voni tarqatavermanglar. Tarqatganlaring bilan baribir hech narsa o'zgarib qolmaydi. Temani shu yerda yopaylik. O'zbekistonimizda, yurtimizda bundan boshqa olib chiqadigan muammolar juda ham ko'p. O'shalarni olib chiqsanglar, o'shalarga e'tibor qaratsanglar bo'ladi, hurmatli blogerlar. Lekin hype ishlayotganlar, ko'pchilik blogerlar ko'rko'rona aktivini ko'tarish maqsadida ham o'sha urush janjallarda paydo bo'lib qoldi. Hammasini bu dunyoda bo'lmasa, u dunyoda javobi bor. Qonun oldida ham hammasi javob beradi hali. Bizni yomon qilishga uringanlar mayli, Allohga kifoya qildik. Kimdan xato o'tgan bo'lsa, o'zi biladi, biz ham o'zimizcha bilamiz. Hamma inson o'zi uchun o'zida xulosasi bor. Biz shu temani shu yerda yopdik. Agar yana kimdir kovlaydigan bo'lsa, biz uchalamiz birlashib o'sha insonga qarshi chiqamiz. Men bunga va'da beraman, xudo xolasa. Bo'ldi, qilinglar, yopinglar. Men ham o'zim fikrimni aytaman. Bu yerda bo'layotgan holat bo'yicha biz hammamiz Ko'koshni, Komilani oyoqqa turib ketishini xohlaymiz. Albatta oyoqqa turib sog'ayib, o'zini ya'ni eski holatiga kelishini xohlaymiz. Orada bo'lgan fitna, ig'vo nima maqsadda qilingan? Albatta bu o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Shu yerdan tema yopildi. Boshqa bu temaga qaytilmaydi. Sog'lig'i bo'yicha kerakli joylarda o'sha kerakli mana bizda Otabek aka bor. Bulardan bemalol jurnalistik so'rasanglar aytib beradi. O'zlariga ham bemalol yozishingiz mumkin. Endi klinikani, yaxshi yomon boshqa narsani huquq organlari, qonun organlari bunga baho beradi. Bu yerda hech kimni oqlash emas, faqat haqiqatni olib chiqish bo'ldi. Biz qo'ldan kelgancha haqiqatni olib chiqdik va men ukamdan, misol uchun, ukam bo'ldi, chunki urishgan odam keyin yaxshi bo'ladi deydi-ku. Mana shu narsalar bilan, balkim ig'volar bilan biz bir-birimizni yaxshi bilib oldik va bu narsalar ko'proq haqiqatni olib chiqishga bo'ldi. Rahmat sizlarga. Bizni shuncha urushtirib yarashtirganinglar uchun katta rahmat. Haqiqat uchun sizlarni bo'lgan intrigalar bizga yordam berdi va yana bir bor narsani aytaman. Haqiqatdan bu bola qaragan, bizni xabarimiz bo'lmagan. Mana shu temani oydinlik kiritamiz, chunki bu bolaga tuhmat do'stini oldida kelmadi, turmadi deyilgan. Biz buni ko'rdik. Bu yerda aynan bloger Jasminga nisbatan ham ozgina nohaqlik bo'ldi. Bular ham o'zlari aytadilar. Qolgan holat bo'yicha aytaman, bizga bo'layotgan nohaqliklarni hammasini biz o'zi kelishib oldik. Boshqa ig'vo qilmanglar. Biz bir-birimizga gapiradigan gaplarimizni gapirib bo'ldik va aka bilan ham gaplashdik. Hech kimdan hech narsa taklif qilmagan, hech kimdan pul olmagan va menga pul berasan demagan. Bu inson har doim davolab beraman deb aytgan, faqat vaziyat holatlar sog'liqqa to'g'ri kelgan bo'lgan.
hamma material, hamma narsa har bir joyda videolari bor, ekspertizaga berilgan va akaga berildi. Sizlar ham buni ko'rasizlar. Sog' bo'linglar, hammanglarga rahmat. O'zinglar sog'lig'inglarni o'ylanglar, boshqa g'iybat qilmanglar. Undan tashqari yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Men hozir klinikani tarafini olib o'zimni oqlash niyatim yo'q. Barcha tekshiruv jarayonlari, xat hujjatda qilingan narsalarni hammasini siz, Minzdrav va prokuratura tomonidan o'rganib chiqilyapti. Va xudo xolasa har bir odam o'z qilgan xatosi uchun qonun oldida javob beradi. Mana shu videoni hamma tanishinglarga tashlab qo'yinglar, hamma yaqinlarga tashlab qo'yinglar. Boshidan oxirigacha erinmasdan ko'ringlar. O'zinglar uchun xulosa chiqaringlar. Keyingi safar qanaqadir material, qanaqadir narsa eshitsangiz, ikkinchi tomonini bilmay turib xulosaga shoshilmang. Salomat. Assalomu alaykum. Men Erkaboyev Shokir Zokirovich, Sirdaryo viloyati Guliston tibbiyot klasteri va Respublika shoshilinch tibbiy tibbiy yordam markazi Sirdaryo viloyati filialida yuz jarrohi va umumiy plastik xirurg sifatida ishlayman. Savollar bo'ldi bizga, masalan, sizlar qanday kelgansizlar bu yerga, diplomlaring bormi degan savollar qo'yilyapti. Biz bemorimiz mana shu Abduqodirova Kamola, ya'ni kokosh taxallusi bilan murojaat qilib kelgan bemorimiz to'g'risida ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Uni taxsislari, biz qanday chaqirilganmiz, biz o'zimiz diplomlarimiz, sertifikatlarimiz, ruxsatnoma bormi, keyin amaliyotda qatnashgan to'g'risi shifokorlarni malakasi, diplomlari, sertifikatlari to'g'risida savollar qo'yilgan. Biz 3-mart kuni Abduqodirova Komila, ya'ni kokosh taxallusi bilan bemorimizni klinikaga shu 3-darajali semizlik, qorin pastki sohasida fartik osilishi tashxisi bilan yotqizilgan. Bemorni 3-mart kuni bemor bilan men tanishdim, ko'rishdim, analizlarini ko'rdim. EKG'sini, kardiolog ko'rigi, sahrlari hammasi tayyorlangan, klinika ma'muriyati tomonidan olingan. Hammasi qoniqarli darajada. Ko'rsatkichlar, masalan, hayotiy qarshi ko'rsatma operatsiyaga yo'q edi. Reanimator anesteziolog ko'rgan edi bemorni. Umumiy xirurg sifatida ko'rilgan ekan. Umumiy xirurglar tomonidan ham ko'rilgan ekan. Bemorni masalan o'sha 3-mart kuni klinika ma'muriyati tomonidan chaqirilgan plastik xirurg sifatida shartnoma asosida kelib operatsiya qilganmiz. Bemorda masalan operatsiyadan oldin men tushuntirishlar olib bordim. Masalan, taxsi davomida qanday bo'ladi, taxsidan keyin qanday bo'ladi, asoratlari to'g'risida qisman ma'lumot berib o'tdim bemorga. Bemorda masalan shu abdominoplastika va 360 gradusli liposaksiya amaliyoti to'g'risi operatsiyasi bemorda qoniqarli tarzda olib o'tildi. Operatsiya vaqtida bemorda masalan hayotiy xavf soladigan hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Taxsis texnikasi ham, operatsiya texnikasi ham tam-etak usulida qonun qoidasi bo'yicha bajarildi. Operatsiyamiz asoratsiz yakunlandi. Qo'yilayotgan savollarda yana bitta savol borki, siz bilan birga kirgan shifokorlar studentmi, diplomi bormi degan savollar qo'yildi. Imенно o'sha Doston ismli yigitimiz men bilan birga operatsiya amaliyotiga kirgan, jarayoniga kirgan yigitlar O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan 2024-yil 9-apreldagi Davlat tibbiyot muassasalari kadrlar bilan ta'minlash tizimini takomillashtirish 124-sonli buyrug'i Toshkent pediatriya tibbiyot instituti 24-yil 17-maydagi 265-sonli buyrug'i asosida 3 tomonlama shartnoma asosida Guliston tumani, Sirdaryo viloyati Guliston tumanida
tibbiyot birlashmasida umumiy amaliyot shifokori sifatida ishlar ekan. Ya'ni assistent sifatida yoki yordamchi sifatida taxsis maydoniga yoki taxsis jarayoniga kirishga haqli ular, bunday xodimlar. 3-mart kuni shu Abduqodirova Komila ismli bemorimizni operatsiyasi qoniqarli и operatsiyani to'g'risi texnikasi bo'yicha, qonun qoidasi bo'yicha amaliyot bajarildi. Operatsiya asoratsiz o'tdi. Asoratsiz yakunlandi va bemorni masalan jonlantirish bo'limiga olib o'tilib, reanimatsiya bo'limida taxminan bir 40 minut, 1 soatlar oralig'ida ekstubatsiya qilindi, ya'ni erkin nafasga o'tkazildi. Bemorni shu ketayotganda ko'rib, hol-ahvolidan xabar olinib, keyin shu o'zimiz viloyatga Sirdaryoga qaytdik. Klinikada to'g'risi haligi narkoz bilan operatsiya o'tkazilgan degan savollar qo'yilgan. U operatsiya 3-4 martalab o'tkazilgani yo'q. Masalan, ikkinchi taxsisda nekrektomiya amaliyoti bajarildi. Nekrektomiya amaliyotidan keyin 2-3 martasida ham vena ichi narkozi bilan perivaska amaliyotlari bajarilgan. Perivaska amaliyotlari bajarilgan. Bemorni masalan o'sha 3-mart kunidan shu 25-mart kunigacha o'zingiz kelib ko'rganmisiz, xabar olganmisiz degan savollar bo'lyapti. Bizda masalan shartnoma asosida biz operatsiya amaliyotini bajarib ketdik. Reabilitatsiyasiga masalan o'rtadagi masofa tufayli har kuni kela olmasdik. O'shaning uchun klinika ma'muriyati to'g'risi o'zlari reabilitatsiya qilishgan. Operatsiyadan keyin qarorlarni o'zlari qilishgan. Bemorning ahvoli har kelganimda to'g'risi qoniqarli edi, yaxshi edi. Birinchi marta kelganimda bemorda taxsis maydonida o'sha tikuv joylarida bitish, ya'ni yarani regeneratsiyasi bitishi qoniqarli darajada ketaverdi. Ikkinchi marta kelganimda birozgina o'ng tomon shu kindik atrofida gematoma paydo bo'lganini ko'rdim. U gematoma masalan UZI qilindi. Tagida masalan suyuqlik bormi yoki qon qoldiqlari bormi yoki to'g'risi seroma bormi, nima borligi ko'rilganligi to'g'risi aytildi. Bemorga masalan savol, biz ular tomonidan savol berildi. Nekroz nima uchun shakllandi? Nekroz masalan operatsiyadan keyin operatsiya vaqtida yoki operatsiyadan keyin to'g'risi masalan ozginagina o'sha organizmda yoki taxsis maydoni o'tkazilgan joyga fizический nagruzka sifatida ham yoki ozginagina kislorod yetishmovchiligi sifatida ham yoki qon tomirida butunligini buzilganligi sifatida ham kelib chiqish ehtimollari bor. Bu nekroz taxsisdan keyin bo'lib turgan, kuzatilishi mumkin bo'lgan asorat. Masalan, abdominoplastika liposaksiya jarayonida kuzatilishi bo'lgan, masalan, umumiy mahalliy to'g'risi asoratlar bo'ladi. Asoratlar ham masalan erta kechki bo'linadi. Masalan, adabiyotlarda har xil yoziladi, to'g'risi eski adabiyotlarda, yangi adabiyotlarda bo'lishi mumkin bo'lgan asoratlarga masalan qon ketib qolishi bo'lishi mumkin, seroma yig'ilib qolishi bo'lishi mumkin, gematoma bo'lishi mumkin, yog'li emboliya bo'lishi mumkin, tromboemboliya bo'lishi mumkin yoki diastaz tikilayotgan vaqtida brushnoy polость, ya'ni shu ichak-chavoq joylashgan bo'shliqni a'zolarda to'g'risi igna bilan zararlab qo'yish amaliyoti asoratlari kuzatilishi mumkin. Kuzatilishi mumkin bo'lgan asoratlardan bittasi nekroz, ya'ni teri nekrozi. Abduqodirova Komila ismli, ya'ni ko'kosh bemorimizda kuzatildi. Masalan, u kishiga tushuntirildi, sizda nekroz bo'lyapti, teri nekrozi. Uni masalan nekrektomiya qilib, tozalab, masalan, vak apparat qo'yilgan taqdirda sekin-sekin bitishi,
bitish uchun masalan bir qancha vaqt ketishi, keyin bir qancha vaqtdan keyin masalan chandiqli bitishi va chandiqni korreksiya operatsiyasi sifatida to'g'risi to'g'rilab estetika qilib yorilishi mumkinligi to'g'risida ma'lumotlar berildi. Abduqodirova Komila ismli bemorimiz, ya'ni ko'kosh bemorimiz hozirgi kunda boshqa klinikada, ya'ni milliy markazda tibbiy muolajalarni olmoqda. Ahvoli qoniqarli ahvolda. O'sha yara, nekrotik yara hozir tozalangan, yaxshi. Qornol devori to'g'risi butunligi but-butun. Faqat terida nekrotik yarasi hisobiga teri yetishmovchiligi bor biroz. U vaqt oralab sekin-sekin bitadi. Faqat ozgina muddat kerak. Vaqt kerak bo'ladi. Keyin u kishini masalan xohishiga yoki to'g'risi masalan istagiga qarab turib korreksiya operatsiyasi qilinsa bo'ladi bemalol. U masalan oldingidaqa abdominoplastika yoki liposaksiyaga o'xshab turib bir necha soatga cho'ziladigan operatsiya bo'lmaydi. Sal yengilroq operatsiya bo'ladi. Hozirgi kunda ahvoli qoniqarli. Janjal kelib chiqish sabablariga shu oxirgi kuni, shu juma kunimidi, o'tgan hafta juma kunimidi qo'shni klinikalardan, Toshkent shahridagi qo'shni klinikalardan, masalan, Shoh medservisdan, keyin Renessans medservisdan qo'shimcha plastik xirurglar keldi, keyin onkolog xirurgimiz keldi, konsilium bo'ldi, bemor to'g'risi taqsi yarasi ochildi. Taqsi yarasi to'g'risi yana fibrin to'qimalaridan tozalanib, yana vak apparat qo'yildi. Ular bizdan so'ragan edi, shu qornimni, masalan, yara sohasini rasmini yoki videoroligini olib chiqib berasizlar. Biz o'sha video suratni yoki rasmni chet el mutaxassislariga yuboramiz degan maqsadda o'sha shart bilan kirgan edim deb turib to'polon qilishdi, janjal qilishdi. O'sha videoni, rasmni olishga masalan klinikani balki ichki qonun qoidasimi yoki boshqa sabab bo'lishi mumkin yoki o'shanday xullas ruxsat berilmadi bizga. Iltimos olmanglar deyishdi. Biz o'zimiz javob beramiz deyishdi. O'shandan keyin to'polon boshlanib ketdi. O'sha taqsi amaliyoti, perevozka amaliyoti tugatildi, vak apparat qo'yildi. Konsiliumga kelgan vrachlar shu xonada to'plandik, tushuntirdik. Ular shu operatsiondagi video kamera orqali to'g'ri talab qildi. Keyin ichki ishlar chaqirildi, yana qaysidir tashkilotlar chaqirildi. Keyin o'shanday qilib haligi boshqa kanallardan ham to'g'risi blogerlar kelishdi, jurnalistlar kelishdi, intervyular olishdi. O'sha sababli janjal kelib chiqqan. Oddiygina fotosurat yoki video orqali. Video berilmaganligi uchun. Sizni masalan o'sha holatni tekshirdingiz, ko'rdingiz, перевозка qildingiz. Shu holat siz o'ylaganday darajadami? Yo'q, yaramiz toza. Biroz fibrin to'qimalar o'sha kuni yana olib tashlandi. Shu top-toza granulyatsion to'qima qoldirildi. Mask qo'yildi, vak apparat qo'yildi. Faqat yara masalan xohlasak, xohlamasak bitish uchun ikkilamchi bityapti yara. Bitish uchun taxminan muddat kerak bo'ladi-da. U lekin 1 oy muddat emas, 1 oydan sal ko'proq bo'lgan muddat kerak bo'ladi. Lekin bitib ketadi. Bitib ketadi. Masalan, adabiyotlarda ko'rilgan, yozilgan u asoratlar, masalan, teri nekrozi bor narsa. U har qanday jarrohda yoki to'g'risi umumiy plastik xirurgida bo'lishi mumkin narsa, kuzatilishi mumkin bo'lgan narsa adabiyotlarda ko'rsatilgan. Nekroz va bir qancha to'g'risi asoratlar har qanday to'g'risi taqsiz amaliyotni bajarilayotganda shifokorda kuzatiladigan narsa. U masalan bizgacha qilinib kelingan, o'rganilgan, adabiyotlarda yozilgan, kirgizilgan, eski adabiyotda ham yozilgan, yangi adabiyotda ham yozilgan, kutilishi mumkin bo'lgan asoratlar bor. Kutildi.
qizimizda ko'rildi o'sha narsa, haqiqatdan ham bo'ldi.